Bu podkastimizda bugungi mehmonimiz yaqin do'stimiz Shahzod. Bir yil o'qib, oddiy o'qish darajasi menga yoqmasdan chet elga topshirishga qaror qilganman. Portfolio qilishda ham bilasiz, kategoriyalar juda ko'p. Kimdir klub ochadi, kimdir qanaqadir volunteering qiladi. Qarang, o'zi boshli tadqiqot nimada? Ziyonlarni minimal ushlagan holatda foydalarni maksimallashtirish. If you want to get the best education, go to the US. If you want to get the best education and the best student experience, go to Qatar. Nol holatda turibdi. Nimalardan o'tish kerak? Ya'ni research qilishni qanday o'rganish kerak? Butun dunyo bozorlardan tashkil topgan. Ya'ni shu telefon sotib olsangiz ham, uylanmoqchi bo'lsangiz ham, bu ham bir bozor. Ya'niki universitetda biz o'zi aslida we learn how to learn ekanda. Где-то oyiga 6000, 7000. Ota-onalarda ham ayniqsa shu narsa bor. Bolam musulmon davlatda o'qigani afzalroq deydi-da. Necha pul topadi desa, bu где-то ya'niki top universitetda o'qiydigan bolalarni bitirgandan keyingi top tanlovlaridan bir kategoriyasi yo'nalishi bu. Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan IF loyihasini asoschilaridan biri Yusufbek. Bu bizi IF loyiha ostidagi eng birinchi podkastimiz. Bu podkastimizda bugungi mehmonimiz yaqin do'stimiz Shahzod. Shahzodni tanishtirishdan oldin qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman podkast haqida, chunki bu birinchi safar, birinchi podkastimiz. Shunga boshida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketganimiz foydali bo'ladi. Demak, bu podkastda biz asosiy maqsadimiz bu podkastdan yoshlarga zamonaviy yo'nalishlar va turli xil boshqa yo'nalishlardagi ta'lim olayotganlar va o'sha yo'nalishlarda kuchli yuqori darajalarga erishayotgan do'stlarimiz, akalarimiz, yaqinlarimizni birma-bir chiqarishlik va ular orqali O'zbekistondagi juda ham ko'plab yoshlarga shu yo'nalishlar haqida ma'lumotlar yetkazishlik va o'sha yo'nalishlarda o'sha bolalar erishayotgan natijalarga ular ham erisha olishini ko'rsatib berishlik va u natijalarga qanday erishish mumkinligini ochishlik asosiy maqsadlarimizdan. Demak, kelinglar birinchi podkastimizni bo'lmasam bismillah deb boshlaymiz. Assalomu alaykum Shahzod, xush kelibsiz. Va alaykum assalom Yusufbek. Rahmat. Ramazonlar yaxshi o'tyaptimi? Xudoga shukr. Yaxshi. Zo'r, alhamdulillah. Xush kelibsiz Shahzod. Siz haqingizda ozgina ma'lumot ulashamiz kuzatuvchilar bilan. Keyin suhbatimizni davom ettirsak bo'ladi. Shu otim Shahzod, familiyam Yo'ldosboyev. 2000-yil Toshkent shahri O'zbekistonda tug'ilganman. Keyin Toshkentda shu maktabimni, litseyimni o'qib, boshida diplomatiyaga kirganman. Undan keyin bu yerda bir yil o'qib, oddiy o'qish darajasi menga yoqmasdan chet elga topshirishga qaror qilganman. Keyin Qatardagi Georgetown universitetini filialiga qabul qilinganman. To'liq shu moliyaviy yordam asosida. Shu yerda ko'p do'stlar orttirganmiz, shu jumladan sizni bilan tanishganmiz. Undan keyin magistraturamni AQShda Tufts universitetida qildim, u ham iqtisodiyot sohasida. Undan keyin ozgina O'zbekistonda ishladim, shu sun'iy intellekt departamentida, vazirlikda. Hozirgi kunda esa konsalting sohasida yo'limizni, shu yerdagi faoliyatimizni boshladik. Rahmat. Siz bilan 2019-yilda tanishgan ekanmiz. 6 yil o'tdi. Tanishlarimizni ichimizda eng suhbatlashish qiziq bo'lgan insonlardansiz. Hamma yo'nalish, hamma mavzularda o'zingiz fikringiz bor. Shunga eng birinchi mehmonimiz bo'lishingiz muhim. Xo'p, bo'lmasa, keyin suhbatni boshlaymiz. Suhbatimiz nimalar atrofida bo'ladi? Asosan birinchi ta'limdan boshlaymiz. O'sha Qatardagi ta'lim, undan keyin magistraturada qilgan o'qishingiz, yo'nalishingiz, iqtisodiyot yo'nalishi, u yo'nalish haqida gaplashamiz. Universitetda olgan qiymatlar, Qatar va Amerika ta'limi orasidagi farqlar
va undan keyin hozirgi faoliyati shu konsalting yo'nalishi bo'yicha ham suhbatlashamiz va shu tariqa boshqa qiziqroq bo'lgan mavzularga ham o'tamiz. Ho'p, Georgetown 100% grant oldingiz. Jami shunda qancha bo'ldi mana shu grant va ular nimalarni qoplardi? Ota-onalar bolalarga tushunarli bo'lishi uchun 100% deb aytib o'tdingiz, lekin uni breakdown qilib beraylik. Hisoblaganda jami yiliga $70,000, 70-75 ming, chunki har yili kontrakt narxi oshardi. Shuni ichiga kontrakt kirardi, ya'ni kontrakt to'lamasdik biz. Grant ichiga, ya'ni перелетlar, avia chiptalar, keyin yotoqxonada turish, keyin медицинский страховка, ya'ni shu sug'urta, keyin ichiga yana bizga ovqatga pul berardi. O'sha bizani shaharchamizdan ichidagi kafeteriyalarga xohlaganimizcha borib ovqatlansak bo'lardi. Ovqatdan, yashash joyidan, uyga borib kelishdan hech qanaqa muammo bo'lmagan. Ya'ni hech qanaqa o'sha o'zimizga pul topish to'g'risida o'ylamasdan faqat o'qishga o'zimizni e'tiborimizdan qaratganmiz. Haqiqatda bu juda bir ajoyib bir ne'mat bo'lgan. Barchamizga o'qish davri eng qiyinchilik bo'ladi odatda, musofir bo'lib talabalik davri deyiladi. Lekin bizda haqiqatda bir yengillik ko'p bo'lgan, faqat o'zimizni ustimizda ishlashlik imkoniyatlari bo'lgan. Keyin ozgina bir ikkita qadam orqaga qaytsak, o'zi o'sha bilaman, siz boshqa universitetlarga ham kirgan edingiz, yaxshi universitetlarga. Nimaga Qatar tanlagan edingiz? Asosiy faktorlar nima bo'lgan edi? Asosiy faktor bu full ride bo'lgan. Ya'ni boshqa universitetga kirmaganman, butun hamma xarajatlarimni qoplab beradigan grant taklif qilgan universitet bo'lmagan. Shu faqat Qatardagi Georgetown universiteti shu grant taklif qilgan. Boshqa universitetda misol uchun faqat kontraktni o'zi, ya'ni boshqa yashab yeb ichishga xarajatlarimni o'zim qoplashim kerak bo'lgan vaziyatlar edi. Shuning uchun Qatarni tanlagan. Bu asosiy sababim. Boshqa sabab Qatar musulmon davlatligi, O'zbekistonga Amerikadan ko'ra yaqinroqligi, ya'ni hozir endi primoy reyslar qo'yildi, 4 soatda uchsa bo'ladi. Oldin Turkiya yoki Dubay orqali uchardik. O'shandan ham Amerikadan ancha yaqinroq edi uyga borib kelishga. Shu payt bilgan narsalarim shu edi. Lekin hozir endi Qatar to'g'risida ancha ko'proq ma'lumotga egaman. Lekin shu payt endi shu abituriyent sifatida men e'tiborimni qaratgan omillar shu edi, faktorlar shu edi. Va bu siz uchun xayrli bo'lgan deb bilasiz. Va bu qarorni yana qayta qilgan bo'larsiz. Ha, albatta. Men yaqinda shuni o'yladim. Agar mana hozirgi bilimim bo'lsa-da, o'shanda Garvardga kirdim yoki MITga kirdim, bu yerda Georgetown Qatar turibdi. Qaysini tanlaydim? Hozirgi fikrim bilan, hozirgi ya'ni dunyo qarashim bilan baribir ham Georgetown Qatarni tanlagan bo'lardim degan anaqam bor. Haqiqatda buni ham bir hikmati bor ekanda. Bunday olib qarasangiz, siz reja qilasiz, Alloh taoloda siz uchun qilgan rejasi bor va Alloh taolo qilgan rejasi har doim biz uchun eng xayrlisi va amalga oshadigan. Va u amalga oshgandan keyin siz u yerdagi hikmatni anglaysiz ekanda, keyin orqaga qaraganda hozirgi aytayotgan narsangiz, Georgetown men uchun aslida eng xayrligi edi ekan. MIT yoki Garvarddan ko'ra degan xulosaga kelasiz ekanda. Keling yana bir ikkita orqaga qadam tashlaymiz. O'sha admission paytlari, ya'niki o'qishingizga kirishingizda endi hozir ancha ma'lumotlar ko'paydi. Mana biz kirganimizga 6 yil bo'lsa, o'sha paytlari SAT imtihonlari kerak bo'lsa, TST bolalar topshirib yurardi, boshqa qilardi. Lekin ancha hozir kuchayib qoldi, ko'plar kiryapti. Bu yil mana MITga ham kirdi bitta bola. Keling o'sha paytdagi holatdan kelib chiqib, asosiy sizda Georgetownga kira olishingizdagi asosiy faktorlar nima bo'lgan? Georgetownga meni olib kirgan faktorlar, ya'ni nimaga meni Georgetown qabul qilgan?
O'sha payt SAT skorim baland edi. Ya'ni hozir u baland hisoblanmasa kerak. 1400 edi. O'sha payt yaxshi hisoblagan SAT skor. Ikkinchidan ko'proq shu Georgetown School of Foreign Service bo'lganiga, ya'ni tashqi munosabatlar maktabi desa bo'ladi. Shunga taalluqli portfoliyom bo'lgan. Ya'ni MUN'da Model United Nations'larni organizatori bo'lganman, tashkillashtirganman yoki ishtirokchisi bo'lganman. Jami adashmasam 15 ta MUN modellarda qatnashganman. O'sha universitet topshirgunimcha shu ham rol o'ynagan. Keyin yana bir rol o'ynagan narsa litseyimni sifati, chunki esingizda bo'lsa o'sha paytlar faqat Westminster litseydan talabalar kelardi. Ya'ni Westminster уже universitetni tanirdi. Shu ham bir faktor bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. То есть o'sha o'qigan maktabimni taniqliligi universitetlar uchun bu ham bir muhim omil. Tushunarli. Bir savol bersam, 5 ta bir point deylik, 3 tasi ana masteru, 2 tasi red flag, ya'ni qilmaslik kerak bo'lgan narsalar. Maslahatlarini bersangiz, o'sha aynan shu Georgetown Qatarga topshirayotgan bolalarga u yerda qiymatni boshqasini mana ochib berdik, juda qiymatli. Albatta buni ko'rgandan keyin juda ko'plar hali qiziqadi. Siz bu 5 ta pointni nafaqat umumiy, balki tajribangizdan kelib chiqib, Georgetownda 4 yil o'qib, u yerda holati, muhiti, professorlari, Georgetown kimlarni xohlaydi, Qatar Foundation kimlarni xohlaydi kabi deylik, sizdagi bor ma'lumotlardan kelib chiqib, chunki bu hech kimda, ya'ni faqat o'qib chiqqanlardagina bor-da. Umumiy maslahat beruvchilar ko'p, lekin aynan customized bera oladiganlar uchun kirib chiqish kerak o'sha yerdan. Shu holatlarni inobatga olib, shu 5 ta foydali maslahatlaringizni bersangiz, 3 ta qilishga, 2 ta qilmaslikka. Georgetownga kirish uchun, to'g'rimi? Deylik Georgetown Fox. Okay, Fox Georgetown bo'lsa, birinchi qilish kerak bo'lgan narsa bu ingliz tilini juda yaxshi darajada bilish. Ya'ni juda yaxshi deganimda bu IELTS 7 emas, ya'ni IELTS 7 ko'pincha sizga tilni butunlay ochib bera olmaydi. Tilni o'sha ingliz tilini hamma o'sha complexitylarini, ya'ni nyuanslarini ochib bera olmaydi. Shuning uchun IELTS 7 olib qo'ydim, bo'ldi, yetadi menga ingliz tili deb o'ylash kerak emas. Ingliz tilida faqatgina ingliz tilida imkon bo'lsa materiallarni o'qib yoki eshitib yurish kerak. Ko'pincha o'sha scientificroq bo'lgan narsalarga. Chunki bu asqotadi universitet payti. Universitetdagi o'sha workload juda advanced Englishga bog'liq, anaqa qurilgan ustiga, ayniqsa Georgetownda. Shuning uchun ingliz tilini juda baland o'ringa qo'ygan bo'lardim. Ikkinchisi bu hamma anaqalarni test skorlarni max out qilishga harakat qilgan bo'lardim. Ya'ni shu 5 martalab topshirish kerak bo'lsa 5 martalab topshirardim. Chunki hozir juda kompetitiv bo'lib ketgan. O'zbekistondagi skullarni nomi chiqmaganligi uchun, ya'ni ko'p maktablar to'g'risida hech qanaqa tushunchaga ega emas. Chet elda O'zbekistonning maktablar to'g'risida bizani baholik bilan ishonishmaydi. Shuning uchun the only way you can prove that you are smart is through test scores. Ya'ni faqat shu SAT yoki boshqa shu standardized test score orqali ko'rsatib bera olasiz, что siz realni aqllisiz. Shuning uchun ancha oldin topshirishni boshlash kerak, tayyorlanishni boshlash kerak. Kamroq chiqib qolsa, yana topshirishga vaqt qoldirishingiz kerak. Ya'ni maslahatim shu. Uchinchisi portfolio. Portfolio deganda, ya'ni hamma portfolio deyapti, ko'payib bu juda popular bo'lib ketgan so'z. Portfolio deganda prosta for the sake of it emas-da, balki siz realni qiziqadigan narsangizni tanlashingiz kerak. Chunki universitetlar sizdagilarni yiliga 10 mingtasini ko'radi-da. Ular biladi. Prosta portfolio uchun yig'ib qo'ygan narsangizni, real passion narsangizni orasida farqloladi ular. Shuning uchun if you want to stand out, ya'ni o'sha applicant pullarni orasida topshirayotganlarning orasida ajralib turmoqchi bo'lsangiz, real sizga qiziq bo'lgan, passioningiz bo'lgan narsani tanlashingizga maslahat qilgan bo'lardim.
Bu uchta narsa. Ikkita nima maslahat bermagan bo'lardim. Bu Jo'shtanga topshirishni maslahat bermagan bo'lardim. Agar siz mana bu siyosat, iqtisodiyot, social science'ga qiziqishingiz bo'lmasa, ya'ni siz technicalroq mindsetda bo'lsangiz, technical schoolga topshirishingiz kerak. Misol uchun siz kodingga qiziqadi. Chunki bunaqalarni ko'p ko'rdim. Jo'shdan o'zbeklar orasida ham, o'zbekistonliklar orasida technical orientation o'zi mindseti juda technical. Qilmoqchi bo'lgan narsasi juda technical, lekin Jo'shdan kirib qolgan unchalik yaxshi bo'lmaganda. То есть maktab, universitet tanlashda shunga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni sizni intereslaringizga, sizni kelajakdagi planlaringizga to'g'ri keladimi yo'qmi? Red flag ikkinchisi, ya'ni nima qilmaslik kerak, what to avoid, bu mani aldash kerak emas. Ya'ni shu applicationda ko'plar bo'rtib turib gapiradi, lekin tekis aldab yuboradiganlar ham bor-da. Siz misol uchun men hokim yordamchisi bo'lganman deb yoki va bizani mahalladagi kam ta'minlangan oilaga hammasiga ham pul tarqatganman. Bo'lmagan narsani o'ylab topmaslik, chunki buni ham admissions committee biladi. Birinchidan aldash yomon, ya'ni general gapiradigan emas, aldash yomon. Ikkinchidan bu bilinib qolishi ehtimoli juda katta. Bilinib qolsa sizni просто applicationingizni otib yuborishadi. Ya'ni shu mani ikkita qilish kerak emas bo'lgan saytlar. Zo'r. Juda ajoyib. Rahmat. Keling iqtisodiyot yo'nalishini ochamiz. Chunki bu juda ham muhim yo'nalishlardan deb bilaman va ko'plarda bo'lib ham endi bu bilishimiz kerak. Bizning auditoriya qanaqa bo'lishi mumkin? Birinchisi maktab, litsey o'quvchilari, gap year olgan bolalar bo'lishi mumkin, o'zining yo'nalishini izlayotgan. Chunki ko'p holatda baribir maktab, litseyda o'qiyotganda iqtisodiyot haqida keng tushunchasi bo'lmaydi bolalarda. Chunki bizning maktab tizimlarida ham bu soha, bu yo'nalish yaxshi ochib berilmaydi. Yoki bo'lmasam boshqa auditoriya bu ota-onalar. Ular ham masalan bu yo'nalish haqida ma'lumotlarga ega bo'lsa, farzandini yo'naltirishga ham foydasi bo'lishi mumkin va boshqa kuzatuvchilarga ham masalan bu yo'nalish qiziq bo'lishi mumkin. Keling, iqtisodiyot o'zi nima? Bu qanaqa yo'nalish va nima uchun bakalavr diplomi 4 yil bu yo'nalishda o'qish kerak? Undan nima oladi? Shu haqida to'xtalsak. Juda yaxshi savol. Juda o'rinli savol deb o'ylayman. Iqtisodiyotda o'zi любой bitta darslikni ochadigan bo'lsangiz, birinchi tushuntiriladigan narsa bu iqtisodiyot nima? Ya'ni fan tariqasida nima o'rganiladi? Ko'plarda O'zbekistonda, ayniqsa yoki mana shu SNG davlatlarida tushuncha iqtisodiyot bu hisob-kitob. Ya'ni o'sha debit kredit yoki tam buxgalteriya, mana shuni iqtisodchilar o'rganadi degan tushuncha bor. Lekin bu iqtisodiyotda bir kichkina qismi desa bo'ladi. Yoki iqtisodiyot umuman aloqador bo'lmagan bir mavzu ham deb atasa bo'ladi. Chunki bu o'sha moliyaviy iqtisodiyotda bir mavzulardan bittasida. Iqtisodiyot o'zi nimani o'rganadi? Iqtisodiyot boshlaydigan bir teneti, ya'ni boshlaydigan assertioni odamlarni xohishlari cheklanmagan. Odamlar juda ko'p narsa xohlaydi. Ya'ni sizda bugun 1000 so'm bor, lekin sizga 2000 so'm kerak. Yoki siz bugun Nexia haydaysiz, ertaga Gentra haydaysiz kelyapti. Yoki undan ham zo'rroq narsa. Ya'ni odamlarning xohishlariga hech qanaqa chegara yo'q, lekin dunyoda mavjud bo'lgan resurslar chegaralangan. Shuning uchun iqtisodiyot nima deydi? Bu yerda nomutanosiblik mavjud. Ya'ni resurslar kam, xohishlar ko'p. Resurslarni eng effektiv yo'lda qanaqa qilib taqsimlasa bo'ladi. Ya'ni asosiy savol shu iqtisodiyotda, qanaqa qilib resurslarni eng effektiv holda shu chegaralanmagan xohishlarga taqsimlasa bo'ladi. Endi bu juda texnik bir tushuntirish. Boshqa tushuntirish bu iqtisodiyot odamlarni tanlovlarini o'rganadigan fan desa bo'ladi. Ya'ni odamlar qanaqa tanlovlar qiladi, nimaga ularni qiladi va bu tanlovlarning oqibatlari nima? Ya'ni bu bolalarini qaysi maktabga yuboradi? O'zi
bozorga borsa nima ovqat sotib oladi yoki nima o'sha qanaqa sabzavot tanlaydi yoki davlatlar nimaga urushlar boshlaydi, bular hammasi insonlarning tanlovida shakllanadigan jarayonlar. Shularni iqtisodiyot o'rganadi desa bo'ladi. Shunaqa haqiqatda iqtisodiyot haqida bundoq o'ylasam men ham masalan matematika fani desangiz yoki science fizika, biologiya, ximiya bularda siz tabiat bilan o'zaro language til tushunishni boshlaysiz. Nima qanday ishlaydi? Raqamlar bilan har birini bundoq tushunishni boshlaysiz. Iqtisodiyot xuddi insonlar orasidagi relationship, munosabatlarni o'rganadi-da, ya'ni umumiylashtiradigan bo'lsak, masalan o'sha game theory qismlari bor, masalan u yerda ham ko'rasiz ratsional thinking holatida insonlar qanday qaror qabul qiladi. Ularni hammasini o'rganganingiz sari ko'p narsani tushunishni boshlaysiz in the basic level. Shunchaki kundalik odatda insonlar nima uchun o'sha qarorlarni keltirib chiqaradi. Haqiqatda juda qiziq yo'nalish. Endi chuqurlashadigan bo'lsak shu naqaga 4 yil juda uzoq vaqtda. Masalan principles of macroeconomics ya'niki fundamental masalan bilimlar bu bilan masalan aytishimiz mumkin bir bola umumiy iqtisodiy ma'lumotlarni tushunib oldi, mana shuni o'zi yetadimi? 4 yil davomida nima olinadi, qanchalik chuqur kirib ketiladi bu yo'nalishlarga kirilinsa, u orqali o'quvchi qanday masalan skilllarga ega bo'ladi. Masalan 4 yil o'qib bitirib chiqdi-da, bitirib chiqqandan keyin o'sha dili miyasida shakllangan frameworklar qanday yordam beradi unga, masalan qanaqadir muammolarni hal qilishda yoki qanaqadir yo'nalishlarda faoliyat olib borishda. Shu haqida ham ochib bera olasizmi? Albatta. Iqtisodiyotni nimaga o'qish kerak, ya'ni degan savol, to'g'rimi? Qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, shu 4 yilda o'rgangan narsalaringiz bu bozorlar qanaqa ishlaydi, asosan boshlanadigan mavzu shu. Mikroekonomikada ham, makroekonomikada ham bozorlar qanaqa ishlaydi va ularni qanaqa qilib makroekonomika qanaqa qilib ularni to'g'irlash mumkin, mikroekonomikada ularni qanaqa qilib o'rganish mumkin. Ya'ni shularni o'rganasiz. Bozor qanaqa ishlaydi va men shu bozor ishtirokchisi sifatida qanaqa qilib shu bozorni tushunishim kerak. Bu muhim mavzumi, albatta muhim, chunki butun dunyo bozorlardan tashkil topgan. Ya'ni shu telefon sotib olsangiz ham, uylanmoqchi bo'lsangiz ham, bu ham bir bozor. Hammasi bir bozorlar va u ishtirokchi sifatida o'sha bozorni tushunmoqchi bo'lsangiz, iqtisodiyot o'rganishingiz kerak. Endi 4 yil bakalavr yetadimi yo'qmi degan savol yaxshi. Ya'ni 4 yil bu bazaviy tushunchalarga ega bo'lasiz. High level tushunchalar bo'ladi, lekin ichiga kira olmaysiz, chunki sizda unga kirishga ya'ni toollar mavjud emas, instrumentlar mavjud emas. Instrumentlar asosan bu oliy matematika. Chunki xuddi fizika matematika asosida qurilgan bo'lsa, matematika bu deymiz the language of the nature deyishadi, ya'ni tabiatda tili, fizika o'sha fizikadagi jarayonlarni matematika orqali tushuntiramiz. Xuddi iqtisodiyotda ham xuddi shu. Bakalavrda boshida unaqa bo'lmaydi, chunki bakalavrda boshida shu grafiklarni chizib, bu liniya botga ketadi, bu liniyaga botga tushadi deb tushuntiriladi, oson qilib. Bu sizga to'g'ri tushuncha beradi, lekin chuqur emas. Ya'ni uni tahlil qilish uchun sizga bu bilimlar yetmaydi. Shuning uchun meni tavsiyam, agar rostdan iqtisodiyotni chuqur o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsa odamlar, shu bizlarni tinglovchilarimiz orasida agar shunaqa topilsa, bakalavrda to'xtamasdan magistratura yoki PhD qilish kerak. Lekin bu bir boshqa yo'nalish. Ya'ni PhD qiladigan bo'lsangiz, juda chuqur tushunasiz, lekin o'sha akademiyada qolib ketishingiz ehtimolligi mavjud-da. Shuning uchun ya'ni qaysi darajada ekonomikani o'rganmoqchisiz, nima uchun buni ishlatmoqchisiz? Bu muhim. Undan tashqari, men o'ylaymanki, shu bakalavr o'zi nafaqat iqtisodiyot, lekin ayniqsa iqtisodiyotda bu nimadirlarni o'rganib olib, o'shalarni esda qolib, o'shalarni esda saqlab, keyinchalik tatbiq qilish uchun emas-da. Bular o'sha sizga framework yaratib beradi. Ya'ni qanaqa qilib yangi informatsiyani process qilish kerak, qanaqa qilib yangi bilimni olish kerak. Ya'ni shu asosiy o'rganadigan
ko'nikmalar shular. Ya'ni qanaqa qilib man qanaqadir yangi qanaqadir problema ishda qanaqadir jumboq o'shanga javob topishim kerak, qanaqa qilib shunga javob topaman. Shu ko'nikmani o'rgansangiz, keyinchalik ham sizga anchalik oson bo'ladi. Shuning uchun bakalavr nafaqat bilim to'g'risida, balki ko'nikmalarni rivojlantirish to'g'risida. Shu bilimlarni qanaqa qilib olish to'g'risida ko'nikmalarni rivojlantirish. Javobim shu. Qanchalik bu savolingizga javob berdi bilmadim, lekin juda muhim narsa aytdingiz. Mana oxirgi naqaysiz pointingiz, ya'niki shu bakalavrda bo'lib ham shu iqtisodiyot yo'nalishida shu talabalarga toolbox beriladi-da, ya'niki masalan deylik, bir hunarmand uchun agarda yetarlicha kerakli asbob uskunalari bo'lmasa, u zo'r bo'lgani bilan ham eng zo'r san'at asarlarini masalan yoki ishida zo'r ish qila olmaydi. Ya'niki o'sha asbob uskunalar qancha zo'r bo'lsa, qancha o'tkir bo'lsa, qancha eng zamonaviysi bo'lsa, uni ishi shuncha samaradorligi ham, sifati ham oshib boraveradi-da. Hozir mana aytib o'tdingiz, ya'niki universitetda biz o'zi aslida we learn how to learn ekanda. Ya'niki qanday o'rganishda o'rganamiz. 4 yil davomida siz hech qachon hech qaysi yo'nalishda hamma bilimini olib qo'ya olmaysiz. Bu baribir fundamental bilimlarni olasiz va amaliyotga chiqqaningizda davlatda bo'ladimi, xususiy sektorda bo'ladimi va hokazo, u yerda o'zini yangi muammolari bo'ladi, o'zini yangi bilimlari bo'ladi, o'zini yangi holatlari bo'ladi. Siz hech qachon universitetimizni bilimi yetadi deb yura olmaysiz. Lekin o'sha universitetda olayotgan shu skill setlaringiz sizga har qanday kelajakdagi boshqa yo'nalishga kirganingizda o'rganish kerak bo'lgan narsani eng tez va samarali o'rganishda va o'sha yerdagi muammoni to'g'ri samarali yechishda yordam beruvchi, demak, o'sha asbob uskunalar berar ekan. Shunaqa desak bo'ladi, to'g'rimi? Aynan shunaqa. Endi mana shu narsani muhim argument. Men o'ylaymanki, juda ko'p podkastlarimizda qayta bu narsani olib chiqamiz. Endi savol bo'ladi-da, bolalar eshitayotganlarda abstraktda tushunayotgan bo'lishi mumkin, hali tushunmayotgan ham bo'lishi mumkin, bu narsa nima deyishmoqchi bo'lyapti deb. Misol tariqasida bitamta o'sha misol bersak. Masalan, u bo'lishi mumkin, men juda yoqtirgan fanlardan biri regression models. Ya'niki bu fan nima o'zi? U yerda o'sha eng oson tilda tushuntirib bera olamizmi? Ya'niki u orqali, ya'niki siz regression modelni o'rgansangiz, tushunishni boshlaysiz. Masalan, ikki xil narsani o'zaro bir-biriga bog'liqligi bor yoki yo'qligi, uni tekshirishda boshqa unga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan faktorlarni inobatga olishlik kabi narsalarni o'rganamiz va uni butun boshli o'sha tadqiqotlar yo'nalishida amalda foydalaniladi. Yoki bo'lmasa, birinchi regression model haqida aytib berasizda, keyin masalan aniq qilingan ishlar bo'lishi mumkin, katta qanaqadir tadqiqot juda katta impact olib kelgan. Shunga ham to'xtalsak, ya'niki yetkazib beraylik, qanday tool u regression models, misol uchun bitta o'rganadigan yo'nalishlaringizdan biri u nima va u bilan nima qilish mumkin va u bilan nimalar qilingan. Shunga misol bo'lsa, misollar bilan keltirib bersak, yana ham bolalarda tushunishiga va eslab qolishiga foydali bo'lsa kerak. Xo'p, savol shunda, regressiya nima? Regressiya bu qurol, u bizga o'sha muhim savollarga javob topish uchun ishlatiladigan qurol. Ya'ni biz bilmoqchimiz, deylik, qanaqa qilib ta'lim darajasi, o'sha bir mamlakatdagi ta'lim darajasi o'sha mamlakatning boy yoki kambag'alligiga ta'sir o'tkazishini tushunmoqchimiz. Ya'ni bog'liqlik qanaqa, mavjudmi yo'qmi? Shunda iqtisodchilar yoki boshqa bir sotsiologlar, tadqiqotchilar qanaqa yo'l bilan shuni ko'rsatib berishadi, bor yoki yo'qligini, ular ma'lumot yig'ishadi, ya'ni data collection. Shu davlatlar aro yurishadi, qani O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot qanaqa, o'rtacha necha yil odamni maktabda o'qiydi yoki necha yil o'rtacha odam ta'lim oladi. Masalan, 12 yil bo'lsa, u faqat maktab o'rtacha. 16 yil bo'lsa, bu o'rtacha hamma universitet bitirgan. Shunaqa qilib hamma davlatlarga borib chiqadi. 196 davlatdan yig'ib chiqadi, deylik. Keyin regressiyani ishlatib, yalpi ichki mahsulot barobar
tam beta 0 plus beta 1 beta 1 times ta'lim. Ya'ni bu nimani ko'rsatib beradi? Har bitta qo'shimcha yil ta'lim olingan qo'shimcha yili qanchaga yalpi ichki mahsulotni o'stiradi, ya'ni qanchaga davlatni boyroq qiladi. Bu oddiy misol. Shunda biz o'sha koeffitsiyentga ahamiyat beramiz. Ya'ni o'sha regressiya modeliga qo'yganingizdan keyin sizga har bitta regressiyaringizga, bu bizani hozirgi example'imizda ta'lim, har bitta regressiyaringiz oldida koeffitsiyent bo'ladi. O'sha pozitiv bo'lsa, ya'ni plus bo'lsa, demak deylik +2 yoki +3 da. Bu degani ta'lim bilan boylik orasida bog'liqlik pozitiv, nisbiy emas. U minus anaqasi bilan bo'lsa, sayni bilan bo'lsa, bu degani nisbiy bog'liqlik. Ya'ni ko'proq ta'lim olsangiz, kambag'alroq bo'lasiz degani. Ya'ni bu endi eng oddiy misol. Bu albatta correlation doesn't imply causation deyiladi. Ya'ni ikkita narsa korrelyatsiyaga ega bo'lsa, bu bittasi ikkinchisini keltirib chiqadi degani emas. Endi bu boshqa mavzu. No, asosan ikkita narsa qanaqa bog'liqligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, regressiya ishlatasiz. Buni keyin ko'p narsaga extrapolate qilsa bo'ladi. Ya'ni nafaqat ta'lim, balki ta'lim bor, keyin atrof muhit tozaligi ichiga qo'shsangiz bo'ladi regressiyaga. Ya'ni qanchalik havo toza bo'lsa, odamlar ko'proq ishlab boyroq bo'ladi. Yoki qadriyatlar qanaqa? Bu odamlarning orasida necha foizi Xudoga ishonishi, misol uchun-da. Mana shunaqa narsadan mingta narsa o'ylab topsangiz bo'ladi, hammasini qo'shsangiz, hammasiga koeffitsiyent ko'rasiz, shunda bog'liqlik kelib chiqadi. Mamlakat, jamiyatning boyligi bilan o'sha faktorlar. Ha, tushunarli. Buni yana ham osonlashtirishimiz kerak deb o'ylayapman. Ya'niki umumiy qilib aytganimizda ikkita narsani orasidagi o'zaro bog'liqlik birinchidan bormi yo'qmi, buni aniqlashlik va u qanchalik bog'liqlik darajasini o'lchab beruvchi bir vosita desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Endi bu regression shunaqangi narsaki, yana bir muhim narsa, masalan machine learning, AI deymiz hozir, mana sun'iy intellekt ildizini qarasak, boshlanish nuqtasi ham aynan shu regression modeldan boshlangan. Ya'niki bitta holat yuzasidan ma'lumotlar olinadi, u ma'lumotlar ustida train qilib, ikkita narsa orasidagi o'zaro munosabat topilinadi-da va keyingi keluvchi yangi ma'lumot bilan bir tomondagi ikkinchi tomonni aniqlaydi. Oddiy tilda aytsa, masalan deylik, ob-havo deylik, Koreyani bir shahrida bir o'sha kursda shuni naqasini ko'rgan, datasini, Koreyani bitta shahri bor. U yerda ma'lumotlarni olyapti. Yer balandligi, namligi, havo, shamol, yomg'ir, hammasini olyapti. Uni deylik havo temperaturasiga yoki u yerdagi qaysidir bir tabiiy holatga bog'layapti. Qanchalik bular hammasi bog'langan. Bu ma'lumotlarni hammasini yig'gan, deylik 6 oy yo 1 yil davomida xuddi shu narsani olgandan keyin regression modeliga qo'yadi va endi boshqa shaharga borsa, u 1 yil kutishga hojati yo'q. Hamma ma'lumotni yig'ishga. O'sha boshqa shahardagi kerakli ma'lumotlarni oladida, yo'q ma'lumotini chiqarib ola oladi. Shunda o'sha model orqali. Bu juda ham bir qiziqarli yo'nalish haqiqatda. Davlatlar holatida ham misol qancha qarorlar chiqadi, uni asosida qanchalik tahlil yotibdi, uni qaysi masalan ma'lumotlar yig'ildi aytganingizdek va u ma'lumotlar qanday tahlil qilindi. Big data deyishadi. Davlat miqyosida ma'lumot juda ko'p. Qaysidir bitta qaror qabul qilmoqchi bo'lsangiz, uni masalan o'tirib o'zingiz Excelda ko'rib chiqaman desangiz, uni orasidagi bog'liqlikni shakllantirishingiz juda ko'p sizdan resurs talab qiladi. Lekin mana shu regression modellar orqali ham har qanday o'sha katta ma'lumotlar orasida o'zaro bog'liqlarni topishingiz mumkin bo'lar ekan. Juda qiziq yo'nalish, Shahzod. Keling, ozgina taftis, ya'niki magistraturada iqtisodiyotni o'qiyotganingizda qanchalik u yerda chuqur kirindi, shu bilan iqtisodiyot yo'nalishidan boshqa narsaga o'tamiz. Ya'niki bakalavrda aytdingiz, umumiy ma'lumotlar olinadi va magistraturada chuqurroq kiriladi dedingiz. Qanchalik chuqur kiriladi? Shu haqida
to'xtalsangiz. Bu yaxshi savol. Ya'ni magistraturada xuddi shu bakalavrga o'xshagan kurslar olinadi. Ya'ni ekonometrika, statistika, makroiqtisodiyot, mikroiqtisodiyot. Ya'ni xuddi o'sha mavzular deb ko'rinishi mumkin, lekin u mavzularni bir yangicha bir qarash orqali o'rganasizda. Ya'ni grafik orqali emas, balki matematik funksiyalar orqali o'rganasiz ularni. Chunki bu o'sha matematik modellashtirish asosiga qurilgan iqtisodiy tahlil. Ya'ni asosiy anaqasi farqi shunda deyman. Keyin ko'proq qurollar haqida o'rganasiz. Ya'ni nafaqat oddiy linear regression, ya'ni oddiy shu chiziqli regressiya emas, balki o'tda qurollar juda ko'p. Ya'ni time series analysis, keyin instrumental variable, o'shalarni qanaqa ishlatish va tahlilingizni accuracy'sini qanaqa qilib yanada oshirish mumkinligi. Ya'ni tahlilingizni qanaqa qilib yanada mukammallashtirsa bo'ladi. Shunaqa savollar. Ya'ni bu o'sha iqtisodiyotda learnerdan userga o'tasizda. Ya'ni o'rganadigan odamdan uni ishlatadigan odamga o'tsangiz bo'ladi shu. Kurslarni olganingizdan keyin. Ya'ni bizga shunaqa tushuntirishgan edi, bilmadim shunaqami yo'qmi? Bunga javob bera olmayman. Bu ham xuddi sportga o'xshaydi-da. Birinchi oq kamarli paytda oson texnikalarni o'rganasiz. Sekin-sekin darajangiz oshgan sari murakkab texnikalarni o'rganib borasiz-ku. Ya'niki objektiv bitta dushmanni anaqa mag'lub qilishlik. Lekin birinchi oddiysidan boshlaysiz, lekin murakkablashib boraveradi texnikasi, lekin objektiv bitta. Xuddi shunday bu ham o'sha demak, o'sha tahlil qo'yilgan savolga javob topishlikka foydalanuvchi o'sha asboblar, qurollarni murakkablashtirish, yaxshilashtirish deb tushunsak bo'lar ekan. Zo'r. Shahzod, qani bir narsani ochsak. Mana admission if loyihasi bu atrofida biz bolalarni top universitetga kirishligida yordam berishga harakat qilyapmiz. Bu juda ko'p jihatdan yondashish talab qiladi-da. Ulardan biri masalan portfolio qilish. Portfolio qilishda ham bilasiz, kategoriyalar juda ko'p. Kimdir klub ochadi, kimdir qanaqadir volunteering qiladi, kimdir startup qilsa, kimdir yana qanaqadir work experience qiladi. Yana kimlardir masalan akademiya, research, tadqiqot qilishi ham mumkin. Va o'ylaymanki, research qilishlik har qanday o'sha universitetga topshirayotganda bu extracurricularlar ichidagi eng afzallaridan. Chunki yakunda universitetlarning hammasi bu akademiya. Ya'ni akademiyada bu tadqiqotlar, ilmiy ish qilishlik bu asosiy fokus qilinuvchi narsalar. Siz qancha bu jihatdan zo'r bo'lsangiz, sizni kirish ehtimolingiz shuncha oshib boradi. Bo'lib ham tanlayotgan yo'nalishlaringiz murakkab, masalan engineering, finance, economics kabi yo'nalishlar bo'lsa. Keyin hozir shu ochsak. O'zbekistonda tadqiqot qilish, research kabi tushunchalar maktab, liseyga o'tirsa universitetlarda ham shakllanmagan. Yaxshi chuqur holatda bilaman, qancha talabalar 100 ming, 200 mingga publish qildirishadi har xil jurnallarda, boshqada deb o'qisangiz, masalan, saviya jihati boshqasi juda yuqori emas. Masalan, deylik o'sha empirical study qanday qilinadi, literature reviewlar qanday qilinadi. Kerak bo'lsa oddiy yana citationlar, boshqalar, bular haqida ham tushunchalari ham yo'q-da. Ya'niki eng basic holatda research qilishlik asbob uskunalari yo'q talabalarda. Endi biz hozir maktab, lisey paytda o'qiyotganda research qilishlik haqida gaplashyapmiz. To'g'ri, endi bu lisey paytda siz chuqur qanaqadir research qilmaysiz, lekin o'shani yo'lida harakat qilsangiz, qaysidir masalan professor bilan bog'lanib biror bir mavzuda research qilsangiz, bu albatta katta qiymat o'ynashi mumkin admission jarayonida. Keling, bolalarga bosqichma-bosqich holatida tushuntirib bering. 0 holatda turibdi, nimalardan o'tish kerak, ya'ni research qilishni qanday o'rganish kerak, o'zi research qilish nima, uni o'rganishda qaysi nuqtadan boshlash kerak va qayerlardan resurslar, self learning o'zi o'rganmoqchi bo'lsa, nimalardan boshlab, nimalarni o'qib chiqish kerak.
Yaxshi savol. Qarang, o'zi boshli tadqiqot nimada? Tadqiqot nimaga qilinadi? Tadqiqot yangi nimadirni boshqa odamlarga, ya'ni o'sha scientific communityga, olimlar hamjamiyatiga olib kelish va ularga shuni ko'rsatish. Ya'ni qaranglar, shuni oldin bilmasdinglar, men sizlarga shuni ko'rsatyapman. Ya'ni originallik bo'lishi kerak tadqiqotda. Tasavvur qiling, siz ya'ni butun dunyo bu qorong'i xona. Va bizda fonar bor. Shu fonar butun xonani hech qachon yoritib bera olmaydi. Kichkinagina radiusda svet yuborib, chiroq yuborib, biz xonani ko'ra olamiz. Ya'ni siz tadqiqot qilganingizda o'sha chiroqni ozginaga diametrini kattalashtirasiz. Ozginaga. Tadqiqot shu o'zi. Ya'ni qanchalik bizani chirog'imiz shirokiyroq bo'lsa, shunchalik biz dunyo to'g'risida, shu qorong'i xona to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu degani, siz nimadir yangi narsa ochish uchun hamma eski narsani tushunishingiz kerak. Ya'ni litseyda bo'lib turib yoki maktab bitiruvchisi bo'lib turib, qanaqadir original yoki tadqiqot qilish bu jiddiy narsa emas, rostini aytsam. O'shaning uchun agar realni shu akademiyaga boshidan kirmoqchi bo'lsa, yoshda portfolio yig'moqchi bo'lsa, birinchidan aytib o'tish kerak, faqat portfolio yig'ish uchun buni qilish kerak emas. Ya'ni sizga realni qiziq bo'lgan mavzuda tadqiqotni boshlashingiz kerak. Eng to'g'ri yo'l, men hozir o'ylashim bo'yicha, endi shu tajribam asosida men uni qilmaganman, lekin qanaqadir professor topib, o'shanga research assistant bo'lib kirish. Bepulga o'zi yordamingizni taklif qilish va u professor olib borayotgan tadqiqotga qanaqadir qilib yordam berish. Ya'ni shu portfoliozga eng katta yordam bera oladigan narsa shu. Endi practically speaking qanaqa qilinadi bu? Ya'ni siz hozir gap year student bo'lsangiz yoki endi bitiryapsiz maktabni, qanaqa qilib shu tadqiqot qo'shilaman desangiz, LinkedIn profil oching. LinkedInda o'zingizga qiziq bo'lgan mavzuga top universitetda yoki хотя бы second tier universitetlarda professorlarni qidirib chiqing. Ko'p universitetlarda, ko'p mavzularda o'sha o'zbek professorlar bor. Iqtisodiyotda точно bor. 3-4 ta professorlar. Yaqinda ko'rdim o'sha kimyo, engineering top universitetlarda bizning professorlar ishlaydi o'zbeklar. O'shalarga chiqib, ayting, mana qarang, shu boshida ular mavzusini o'rganing, nimani o'rganishyapti, sizga shu qiziqmi yo'qmi tushunib oling. Undan keyin ayting, mana sizni mavzuyingizni o'rganib chiqdim, juda menga qiziq. Hozir qanday proyektingiz bo'lsa, shunga qo'shilib yordamimni taklif qilmoqchi edim. Desangiz bo'ladi. Endi hozir buni eshitib 500 ta odam shuni qilsa, unchalik ishlamasligi mumkin. Lekin men misol uchun professor bo'lganimda, menga kimdir shunaqa chiqqanda, bu bepul yordam, nimaga yo'q deshim kerak degan bo'lardim-da. Zo'r, tushunarli. Demak, hozir bo'laklarga boshqalarga qo'ysak, birinchisi shunchaki research qilish kerak ekanda, portfolio kerak ekan deb qilib ketish kerak emas. Avval o'zi research o'zi nima bu ozgina izlanish kerak, qiziqish paydo bo'lishi kerak va o'sha tanlayotgan yo'nalishi qiziq bo'lishi kerak. U yerda qilmoqchi bo'lgan tadqiqoti yoki o'sha izlayotgan professor qilayotgan mavzular unga o'zi qiziq bo'lishi kerak. Kelajak maqsadlar, rejalarga bog'liq bo'lishi kerak. Masalan, injener bo'lib turib, moliyaga aloqador narsaga kirib ketsa, bu yerda ko'p narsa yo'qotib ham qo'yadi. U admishda o'ylantirib ham qo'yishi mumkin. Moliyada research qilib, nimaga chemical engineeringga topshiryapsan degan savolni ham shakllantirib qo'yishi mumkin-da. Demak, birinchi aniqlab olish kerak ekan, o'sha qiziqishi o'zi researchga bormi va bo'lsa qaysi yo'nalish unga qiziq va keyingi bosqichda demak o'sha professorlarni topishlik, agarda ular o'zbek bo'lsa, bu yana ham yaxshi. PhD talabalar bo'lsa ham balki bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ular o'zi research albatta. Ularda masalan yana ham imkoniyat ko'proq bo'lishi mumkin. Endi yana bir o'ylayapman, birinchi va ikkinchi qadam orasida bitta qadam ham kerak deb. Qaysi qadam bu? Masalan, hozir biz tomosha qilayotgan bolalarda eng basic bilimlar bo'lmasligi ham mumkin-da, o'zi research qilish bo'yicha. Ya'niki o'sha bitta research paperda o'zimdoq o'qisa, qayerda nima turgani, u yerda nima bo'layotgani yoki murakkab paperlarda o'qiy olmasligi ham mumkin. Masalan, shu regression model bilan berilsa, u betasi, alfasi desa, uni tushunmaydi hamda. Ya'niki foundational knowledge base qanday qurib olish kerak? Chunki hech narsani bilmasdan turib
qiziqdi, yo'nalish topdi va professorga to'g'ridan to'g'ri chiqib borsa, sure I'm gonna help you desa, what can you do deb agar u bolaga aytsa nothing desa, u anaqani yo'qotib qo'yadi-da qiziqishni. Shunga qanaqa eng minimum bilimlarni yoki skilllarni olib olish kerak professorlarga aloqaga chiqishdan oldin va uni qanday olsa bo'ladi? Yaxshi savol. Endi har bitta sohani o'zini toolboxi bo'lsa kerak, lekin iqtisodiyotda o'zini toolboxi bor. Ya'ni siz agar research assistant bo'lmoqchi bo'lsangiz, statani yaxshi bilishingiz kerak. Stata bu xuddi Excelga o'xshaydi, lekin regressiyalar uchun, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, statani yaxshi ishlatishni bilishingiz уже sizga tam 100 ochkodan 80 ochko qo'shib beradi-da. Lekin hozirgi kunda uni ham o'rganish shart emas. Hozirgi AI modellar buni yaxshi qilib beryapti. Siz faqat o'shani validate qilib bersangiz, ya'ni AI modelda hallucinate qilishi mumkin. Javoblar har doim ham to'g'ri emas. O'shalarni siz как human reviewer bo'lib, research assistant bo'lishingiz mumkin. Keyin data collectionda, ya'ni любой tadqiqot, empirik tadqiqot bo'lsa, bu qanaqadir ma'lumotlar qurilgan. O'sha ma'lumotlarni qanaqadir qilib yig'ish kerak. O'sha ma'lumotlarni yig'ishda asosan yordamingiz kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha literature review, keyin data collection, mana shunaqa narsalarda agar ko'nikmangiz bo'lsa, bu albatta plus. O'zi tadqiqot, любой tadqiqotni anaqa chumolinlikda tadqiqot nima? Любой bitta scientific paper ochsangiz, o'sha ilmiy qanaqadir izlanish ochsangiz, 4 ta qismdan iborat o'zi odatda. Bu birinchisi introduction bu kirish. Ya'ni nimaga shu mavzuni men ochyapman? Nimaga bu mavzu muhim? Ya'ni siz o'quvchilaringizga tushuntirishingiz kerak, nimaga bu mavzu muhim. Ikkinchisi bu literature review. Xo'p, bu mavzu muhim ekan. Endi mendan oldingilar bu mavzuda nimalar qilishgan yoki shunga o'xshagan narsada nimalar qilishmagan, nima ochiq qolib ketdi. Uchinchisi bu empiric analysis, sizni eng asosiy qismingiz analysis. Ya'ni men nima qildim, shu mavzuga javob topish uchun. И to'rtinchisi conclusion. Hamma uchtasini yig'ib bitta xulosa chiqaradi. Ya'ni shu qaysidir 4 tasida, shu 4 ta qismdan qaysidir birida yordam bera olasiz. Conclusionda yordamingiz kerak emas. Chunki u o'zidan o'zi bo'ladigan narsa 3 tasi bo'lsa. Ya'ni analysisda yordam bera olasizmi? 3-qismda eng asosiyda chances are yo'q, chunki sizda ko'nikmalar yo'q. Va shu asosiysi bu o'sha literature review yoki data collection. Research assistantlar shu mavzularda ko'proq ishlatiladi o'zi. Rahmat Shahzod, o'ylayman bu foydali bo'ladi bolalarga, ozgina bo'lsa ham umumiy tushuncha va qadamlarni qo'yib olishda tadqiqot qilish uchun. Xo'p, keling endi bir o'ziga xos savol bersak, bu Qatar va Amerika. Qatarda bakalavr o'qidingiz, bakalavr o'qiyotganda Washington DC-da ham borib semestr o'qidingiz, magistraturani ham Amerikada o'qidingiz, Bostonda. Bu eng yaxshi ta'lim olishga eng zo'r shtatlardan. Keyin solishtiramiz. Chunki hozir O'zbekistonda juda ko'p, masalan, o'sha Qatardagi Carnegie Mellon, Georgetown universitetlari yoki NYU Abu Dhabiga topshirayotganlar va yana hali ham ko'p, masalan, Amerika universitetlari top deyuvchilar. Ozgina ochsak, ya'niki what's in it? Masalan, in Qatar and in US, pros, cons, comparison analysis qilib bersangiz, o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib turib. Qarangda, Qatar bilan Amerika deb solishtirish qanchalik o'rinli? Qanchalik o'rinli emas. Ta'limni nimaga? Shu aynan ta'limni gapiradigan bo'lsak, siz bilan Amerika universitetlarining filialida o'qiganmiz. Ya'ni sistema, tizim bir xil. Amerika universitetiga borsangiz ham xuddi shunaqa professorlar xuddi shunaqa o'tadi, xuddi shunaqa syllabus, xuddi shunaqa materiallarda o'rganasiz. Shuning uchun misol Qatar desa, Qatar University u вообще boshqa olamda. Misol uchun men hozir Qatar deb gapirsam, Qatar University to'g'risida gapira olmayman-da. Shuning uchun men ko'proq o'sha sotsial jihatdan, ya'ni ijtimoiy jihatdan farqlanib aytishim mumkin Qatar bilan Amerikada yashashni. Lekin ta'lim jihatidan agar siz o'sha Education City universitetlariga topshirayotgan bo'lsangiz, shu yerda o'qimoqchi bo'lsangiz, bu Amerika bilan birga bir yaqin degan bo'ladi. Bu yerda ham masalan bo'lishi farq ko'rmayman. To'g'ri, masalan, diplomimizni olsak ham, diplomda Qatar degan narsaning o'zi yo'q.
birga bir anaqa oladigan narsamiz. Endi masalan u yerdagi mana kampuslar kichikligi yoki masalan u yerdagi studentlar, professorlar, resurslar shu jihatlardan ham qanaqadir faktorlar bo'lsa, lekin o'sha aytganingizdek umumiy o'sha social tomoni ya'niki qaysi biri yaxshiroq degan savol emas, farqlari, yaxshi tomoni, yomon tomonlari ochib bersa. Chunki bolalarda hozir juda ko'pchiligida ota-onalarda ham ayniqsa shu narsa bor, bolam musulmon davlatda o'qigani afzalroq deydi-da. Masalan, men ham o'zim masalan Qatarga kelganinglar yaxshiroq, Amerikada borgandan ko'ra degan pozitsiyadaman, lekin masalan biz uni asoslasak yoki masalan o'zimizni anavi kuzatuvlarimizni ulashsak, ular o'zlari qaror qilib oladi. Shunaqa qilib oladi. Analiz qilayotganida foydalanib oladi u ma'lumotlardan. O'zi Amerika ta'lim sifati to'g'risida gapirsak, Amerika universitetlari dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ta'lim sifati bo'yicha aynan. Ta'lim sifati, tadqiqotlar sifati, ya'ni siz qaysi mavzu tanlamang akademiyada Amerikada universitet bor, shu mavzuda nomer 1 dunyoda. 99% mavzularga qarasangiz, iqtisodiyot bo'ladimi, injineriya bo'ladimi, filosofiya bo'ladimi, literature bo'ladimi, yoki Middle East studies bo'ladimi, misol uchun, Yaqin Sharq anaqasi, tadqiqotlari. Ularning ham eng zo'r olimlari Amerikada joylashgan. O'shaning uchun Amerika universitetlari number 1, ya'ni ta'lim sifati jihatidan. Endi bu boshqa minus Amerikaga borib yashash. To'g'rimi? Chunki Amerika bilamiz, ayniqsa yosh odamlarga, ya'ni shu 16, 17, 18 yoshda ketgan odamlar qanchalik o'ttiga erkinlikka ko'tara oladi degan savolda. Chunki ota-onadan uzoqda, o'ziga o'zi qo'yib berilgan, xohlasizlar darsga boradi yoki bormaydi, masalan, attendance ham ko'p universitetda qaramaydi, To есть sizni ushlab turadigan, restrikt qilib turadigan omillar yo'q. Siz qanchalik shu muhitda yaxshi odam bo'lib chiqib keta olasiz shu yerdan 4 yildan keyin degan savol. Shuning uchun men endi Qatarga keladigan bo'lsak, endi Qatar Education City universitetlari xuddi o'sha ta'lim darajasini beradi, lekin ijtimoiy tarafdan Amerikadagi minuslari mavjud emas. Ya'ni bu America of a healthy person, ya'ni if you want to get the best education, go to the US. If you want to get the best education and the best student experience, go to Qatar. Mani tushuncham shu. Ya'ni Education City yoki NYU Abu Dhabi desa bo'ladi, mana shunaqa общий 10 ta universitet dunyodagi eng zo'r joy yosh musulmonlar uchun ta'lim olgan. Mani pozitsiyam shu. Shu savolingizga javob berdimmi bu? Tushunarli, to'g'ri aytasiz Shahzod. Universitet bu bir insonning hayotidagi bir qismi xolosda. Ya'ni har bir qilinadigan qaror va har bir o'tilayotgan vaqtda o'zini cost benefitlari bo'ladi. Ya'niki eng zo'r ta'limni olaman deb turib, bu yoqda ko'p ziyon ham ko'rib qo'yishlik kerak emas. Shunga ya'niki ana utility maximization deydi-ku. Ya'niki ziyonlarni minimal ushlagan holatda foydalarni maksimallashtirish varianti doim afzal. To'g'ri aytasiz. Tushunarli. Demak, iqtisodiyot yo'nalishini o'qidingiz. Georgetownda o'qidingiz 4 yil, keyin mana Tuftsda o'qidingiz. Endi o'qish davomida turli tajribalar, internshiplar qildingiz, adashmasam. O'zbekistonda Markaziy bankda qildingiz. Keyin esimda shu Amerikani shu media kompaniyasida naqa yozardingiz. Artikellar yozardingiz, media uchun, yangiliklar, boshqalar analizini. Qiziq bo'lgan. Maqolalar. Jahon chempionati paytida anaqalar qilganmiz, volunteeringlar esingizda bo'lsa, qiziq paytlar edi. Esimda. Juda. 18 ta o'yinga kirgan ekanmiz, esingizda bo'lsa. Juda qiziq paytlar. 18 ta, 17 ta deb o'yladim. 18 ta. 17 ta, 18 ta o'yin qiziq bo'lgan. Hop, endi bitirdingiz.
TAFTda o'qidingiz, o'qiganingizdan keyin O'zbekistonda vazirlikda faoliyat olib bordingiz qisqa muddat. O'zi aslida asosiy faoliyatingiz boshidan kerak bo'lsa bakalavriat bitirgandan keyin shu dunyodagi eng top konsaltinglardan birida olib borishlik bo'lgan va mana ozgina muddat vazirlikda ham ishladingiz. Vazirlik yuzasidan ozgina to'xtalamiz, lekin asosiy keyingi mavzuyimiz bu konsalting yo'nalishi. Konsalting yo'nalishi kuzatuvchilarga aytishimiz kerak bo'lgan narsa, top universitetlarga kirsangiz, farqi yo'q, MIT, Harvardlarda ham bilsangiz, anavi graduate profilni ko'rsangiz, hammasida naqa turadi. 99% ishli bo'ldi deydi-da. Keyin ishlar listini qarasangiz, eng tepalariga investment banklarni qo'yib qo'yadi. O'sha boshqa mashhur BlackRock, JP Morgan boshqalarni qo'yadi-da, keyin bu yoqda konsaltinglarni qo'yib qo'yadi. McKinsey, BCG, Bain va hokazo. Ya'niki top universitetda o'qiydigan bolalarni bitirgandan keyingi top tanlovlaridan bir kategoriyasi, yo'nalishi bu konsalting sohasi. Farqi yo'q, u Qatarda bo'lsin, Amerikada bo'lsin yoki boshqa joyda. Bu menimcha fakt bo'lsa kerak. Sababi juda yaxshi pul to'laydi. Endi shuncha qimmat ta'limni olgandan keyin baribir hamma birinchi o'sha daromad qilishlik naqasi bo'ladi. Rejasida bo'ladi bitirib chiqqandan keyin va yaxshi joyda tajriba oshirish bo'ladi. Shunga demak top universitetga kirmoqchi bo'layotgan bolalar va o'ylaydi-da, undan keyin nima qilaman deb. Shunga masalan siz bir zo'r namuna ham bo'lasiz. Sample size'da top maybe 20-10 percentiledasizda. In terms of the choice of the field. Keling shu konsaltingga kirsak. O'zi bu qanaqa yo'nalish? Nima bu konsalting sohasi? O'zbekistonda konsalting desa, masalan, universitetga jo'natishda tushunish mumkin. Masalan, UKda o'qish bor, Xitoyda o'qish bor deb yoki ishga jo'natish yoki konsalting desa, bilmadim. O'zbekistonda biznes konsaltinglar hali unchalik shakllanmadi. Lekin keling, bu ham xuddi o'sha iqtisodiyotga o'xshagan anaqa. O'zbekistonda, ya'ni nima o'zi bu konsalting yo'nalishi? Shuni ochaylik birinchi. Bo'ldi, keling. Konsalting yoki management konsalting deyiladi. Bu qo'pol qilib aytganda bizneslarga nima qilishni o'rgatish. Ya'ni siz kelib turib, biznesda qanaqadir muammosi bor, shu muammo sizga aytadi. Misol uchun, yangi bozorga kirmoqchimiz yoki misol uchun biz hozir O'zbekistonda ishlayapmiz, Qozog'istonga chiqmoqchimiz. Nima qilishimiz kerak? Bu bitta mavzu bo'lishi mumkin. Yoki bizani savdomiz tushib ketdi, nimaga? Yoki strategiya bizga yozib ber, 10 yillik o'sish uchun. Shunda konsaltantlar keladi. Shu 3 oy bo'ladimi, 6 oy bo'ladimi, 1 yil bo'ladimi, shu proyektni ishlab keyin ketadi. Ya'ni shu biznesni o'zida shunga yoki vaqt yetmasa yoki resurs yetmasa, qanaqadir muhim muammolarini outsource qilish yo'li. Konsaltant. Oddiy qilib aytganda. Shu, endi bu qanchalik tushuntiradi? Ichkariga kirganda yana ham tushuntiramiz. Eng top konsalting kompaniyalar haqida ham ozgina ma'lumot berasizmi? Masalan, ular qayerlarda balki revenuelarni aytishingiz mumkin, yillik qanaqa daromad qilishadi, ishlash mexanizmi. Top konsalting firmalar o'zi 3 ta MBB, Tier 1 deyiladi yoki boshqachasiga. Shu aytganingizdek McKinsey, BCG, Bain. Ular ham uchalasi ham Amerikada asoslangan kompaniyalar. Uchalasi ham adashmasam Bostonda asoslangan kompaniyalar. Yillik revenues hammasi har xil, endi bilishim bo'yicha. $1 million ko'p. Hammasi. Yo'q, 10 milliardlarga yaqinda. McKinseyda ancha ko'proq bo'lishi mumkin, 20 milliardga yaqin bo'lishi mumkin. Endi ancha oldin tekshirgandim. Do'st katta firmalar. Ko'p bizni kundalik biladigan firmalarimiz shular bilan ishlaydi, kompaniyalarimiz shular bilan ishlaydi. Coca-Coladan tortib British Petroleumgacha bo'ladi. Chunki har bitta kompaniyaning o'zining muammosi bor. U muammosini yechishga chetdan anaqa ko'mak, chetdan
yordam qidirishadi. O'shanda konsaltant ularga yordam beradi. Bitta misol, McKinsey barcode ishlab chiqqan. Shuni bilarmisiz? Kardinkaga borsangiz, nimanidir sotib olsangiz, pip qilib urib beradi barkodini har bitta mahsulotda. O'sha barkod olinib bo'lmagan. Ya'ni shu muammo bo'lgan. Qanaqa qilib anaqa klassifikatsiya qilish tovarlarni supermarketlarda. Shunda McKinsey shu barkodni o'ylab topgan mexanizmini, algoritmini. Bu bitta misollardan. Shu. Tier 1 firmalar bor. Aytganimdek McKinsey, BCG, Bain. Keyin Tier 2 lar bor. Ular ham juda prestijli firmalar. O'tga ham kirish oson emas. Ular Kearney, Oliver Wyman, Roland Berger, Accenture shunga o'xshaganlar. Keyin Top 4 bor. Top 4 bu asosan accounting firmalar. Bu o'sha Deloitte, KPMG, PwC, EY. Ular asosan o'sha accounting bilan yordam beradi, ya'ni shu buxgalteriya bilan. Lekin konsaltingda ham o'zining anaqasi bor. O'z o'rniga ega firmalar. Bu top firmalar, bularga kirish juda qiyin hisoblanadi. Shu aytganingizdek, ko'p top universitetlardan bitiruvchilar topshirmoqchi bo'ladi, lekin bilishim bo'yicha tam 1-3% orasida acceptance rate starting position, boshlang'ich pozitsiyalarga. Har xil marketda har xil, lekin o'rtacha dunyo bo'yicha shunaqa. Tushunarli. Savolda o'sha aytib o'tdim, top universitetlarda top universitetga bolalar topshiryaptimi? Pastda universitetlar ham albatta buni xohlaydi va bir kuzatsangiz har xil yo'nalishdagi talabalar topshiradi konsalting yo'nalishiga. Ya'ni chemical engineering ham bor, iqtisodchisi ham bor, moliyachisi ham bor. Falsafa, psychology o'qiyotgan bola ham masalan topshiradi-da. Savol nega? Bu bir tomoni. Va bu yoqdan qarasangiz ham consulting kompaniyalar nomi bilan management consultingda. Masalan, client base ni aytyapsiz, bizneslar deyapsiz. Davlat tashkilotlari ham juda katta qismi. Masalan, unda qarasangiz, biznes-ku bu O'zbekistonda demaylik-ku, shunaqa fikrlar bo'ladi. Biznes desa tadbirkor xayoliga keladi-da. Tadbirkor desa oldi sotdi keladi. Qanday qilib masalan ximiyaviy injineriya o'qib yurgan, chemical engineering o'qiyotgan masalan talaba biznesmenning muammosini hal qilish mumkin degan tushunchalar ham bo'ladi. Savol, nima uchun konsalting kompaniyalariga har xil yo'nalishlardagi talabalar topshiradi va nima uchun konsalting yo'nalishidagi o'sha konsalting firmalar har xil yo'nalishlardan bolalarni qabul qiladi? Yaxshi savol. Shu boyga aytgan gapimizga kelib taqaladi. Bu ham adashmasam aytdikki, universitet bu bilimlar to'g'risida emas, balki learn how to learn, ya'ni yangi narsani qanaqa qilib o'rganish to'g'risida ko'nikma yaratish uchun kerak. Men o'ylashim bo'yicha konsalting firmalar shuni yaxshi tushunadi. Chunki nima o'qimagan bo'lmay, agar shuni yaxshi o'qigan bo'lsangiz, demak ishda ham yaxshi eplab keta olasiz. Chunki kelganingizdan keyin, misol uchun men iqtisodiyotga tegishli hech nima ishlatmadim, hali kelganimdan beri. 3 oydan oshyapti ishlayotganimga. Hali iqtisodiyotga taalluqli bir o'sha regressiya bir martalar ishlatmadim. Balki qachondir ishlatardim, lekin kerak bo'lmadi. Menga shu hamma bilishim kerak bo'lgan narsalarni on the job o'rgatishdi, o'sha trening payti. Shu birinchi oyda 2 haftalik trening bo'ladi. Odatda shu hamma bilishingiz kerak bo'lgan narsani shunda o'rganasiz. Qolganini esa birinchi proyektingizda o'rganasiz, birinchi keysingizda. Ya'ni o'sha siz injener bo'lganmisiz, iqtisodchi bo'lganmisiz universitetda, bu muhim emas. Chunki hammani starting point'i 0. Hech kim ishlamagan oldin konsaltingda. Shuning uchun farqli yo'lni o'rgangansiz. Agar quick learner bo'lsangiz, eng muhimi shu, ya'ni nimadir qanaqadir yangi mavzuni tez o'rgana olsangiz, shu ko'nikmaga ega bo'lsangiz, eng muhimi shu. Endi ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, ikkinchi savolingiz bu nimaga bizneslar falsafani tugatgan bolani olish kerak, ular uni muammosiga javob bergani. Bu yaxshi savol. Javobim shuki, u falsafani bitirgan odam sizga javob bermaydi. U
plankton, u eng pastda o'tiradigan odam hech qanaqa decision makingga ega emas. O'sha research assistant deb aytdik-ku boya, xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha tahlilga yordam beradigan odam. Hamma decisionlarni bu sohada 10 yildan ko'proq ishlayotgan odamlar qabul qiladi. Ya'ni hamma qarorlar o'sha 10 yildan oshgan partnyorlar qabul qiladi. Ular bunaqa keyslarni tam kamida 20 tasini ko'rgan odam. O'shaning uchun ularning tajribasi mavjud. O'shaning uchun firmalar, kompaniyalar biznesda konsalting firmalarga ishonadi. Ular bilan ishlashga tayyor. Tushunarli. Shu yerda bir umumiylashtirsak bo'lar ekan bir. Masalan, konsaltingning ildizida turgan narsa nima o'zi, offer taklifi nima bu klientlariga desa, bu muammoni hal qilish desak bo'ladi. U strategiyada bo'lishi mumkin, savdoda oshirish, kengayish, sotish, olish, muammoni hal qilish. Muammo qancha murakkablashgan sari unga oluvchi pulingiz ham oshib boradi. Muammo qancha murakkab muammo bo'lsa, uni hal qilishga shuncha aqllilar kerak. Ya'niki top universitetda vazifasi o'zi filtr xolosda. Ya'niki top bolalar, top problem solverlar o'zi keladi, filtrdan o'tib, keyin o'shalar orqali konsalting ham filtr qilib, demak top mindlarni yig'ib olyapti-da. Ya'niki o'sha top problemlarni hal qilishda. Endi va boshqa turli xil yo'nalishlardan kelishlik ham bu turli xillikni shakllantirish. Boshida gaplashdik, asbob uskunalar bu universitetdan olasiz deb. Masalan, chemical engineering o'qiyotgan bolani asbob uskunalari economistnikidan farq qiladi. Economistniki finance da o'qiganligidan farq qiladi-da. Hamma har xil asbob uskunalar bilan kelsa, o'rtaga tashalangan muammoga yechimiga borishlik va u turli xil yondashuvlarda turli xil yechimlarga kelishlik ham, masalan, deylik, bu holatda asoslovchi faktor bo'lishi mumkin ekan, to'g'rimi? Ya'ni diversity demoqchisiz, xilma-xillik. Xilma-xillik va o'sha top mindlarni olishlik. Shuni bilmadim, chunki kvotalar mavjud emas-da. Misol uchun iqtisodchi yoki injenerlarga kvotalar mavjud emas. Har bitta kohortga qaraydigan bo'lsangiz, konsalting firmalarda, misol uchun har yili 50%imiz injener bo'lishi kerak degan hech qachon talab qo'yishmaydi. 100% ham injener bo'lishi mumkin. Nazariy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak. Ya'ni ularga xilma-xillik mavjud emas. Xilma-xillik muhim emas. Ya'ni ularga kelayotgan odamlarni kalibri. Bo'lgan yo'q. 5% bundan, 10% bundan bo'lgan. O'zi demak qanchalik xilma-xillik ularga muhim. O'ylashim bo'yicha muhim emas. Ularga asosan shu kelayotgan odamlarni, kelayotgan konsultantlarni anaqasi, sifati, ya'ni. Muhim narsa konsaltingda average lifespan deydi, ya'ni o'rtacha hayot davomiyligi konsultantni 2-3 yilda, ya'ni 2-3 yildan keyin odamlar chiqib ketadi. Chunki exit optionlari yaxshi bo'ladi. Konsaltingdan charchaydi. Konsalting juda qiyin industriya. Bilsangiz kerak, haftasiga 65-70 soatlab ishlashadi. Bu degani ertalab soat 9 dan kechqurun 10-11 gacha ishlashingiz ham mumkin. Shuning uchun ko'p odamlar 2-3 yildan keyin chiqib ketadi. Shuning uchun ya'ni xilma-xillik qilganingiz bilan 2-3 yildan keyin chiqib ketsa, qanchalik bu sizga anaqada, assetda kim qolishini bilmaysiz-ku oxirida. Ko'pincha anaqalar qolishi mumkin, iqtisodchilar qolishi mumkin, ko'pincha ham politics majorlar qolishi mumkin-da, uni bilmaysiz. Shuning uchun bugungi muammolaringizni eng effektiv holatda yechib beradigan yoki shunga yordam beradigan odamni olishga harakat qiladi ular. Demak, bu oldindan planlashtirilmagan shunchaki prosta shunaqa bo'lib qoladi. Mayli. Xo'p, keling unda qiziq savolga o'tamizda. O'zbekiston deyapman. O'zbekchada qilganimiz uchun xayol O'zbekistonga ketadi. Bolalar orasida qiziq hozir holat bor. Qiziq muammoli holat bu. O'sha qanday qilib pul topsam, ko'p pul topsam va tez pul topsam degan holat borda. Shuni evaziga har xil yo'nalishlarda o'rganib ketadi. Eng tez yo'li trading ekan deydi-da. Noshar'iy bo'lgan juda ko'p asset klasslar bilan investitsiya qilishni boshlab yuboradi yoki bo'lmasa kerak bo'lsa gamble
one expert boshqalarga ham kirib ketib qolishlikni kuzatamizda. Yo bo'lmasa anavi mediadagi deylik Vayner blogerlarda hayotini kuzatib olayotgan, qilayotgan, sarflayotgan narsalarni ko'rib, men ham shunga kiraman, pul ko'p ekan degan narsa bor. Ya'niki pul ham bir faktor bo'lib qoldi hozirgi kunda qarorlar qabul qilinayotganda. Keyin shu konsaltingni ham ozgina umumiy holatda ochsak, masalan, kirish qismida qanaqa, masalan, oliylari qanaqa bo'ladi? Oylik holatda tushuntirsak, chunki yillik qanaqadir bonus kabi unaqani tushunmaslik mumkin. Bonus plus oylik yillikni qo'shib oylikka hisoblaganingizda o'rtacha boshlang'ich boshisi qanaqa bo'ladi? Masalan, deylik Qatarda. Ya'ni masalan deylik Qatarda, masalan deylik sizni kompaniyangizda emas. Masalan deylik sizda emas. O'tgan oy olgan oyligingizda. Endi Middle East deb oladigan bo'lsa, Yaqin Sharq, bu Dubay, Qatar, Saudiyada ko'proq to'laydi. O'rtacha qilib olsa, shu uchtasida endi shu universitetni endi bitirgan odam, konsaltant necha pul oladi? Bu где-то oyiga 6000-7000 rayonida. Saudiyada bo'lsangiz ko'proq olasiz. Saudiyada 10000 olsa kerak konsultant, chunki o'tga dollarda oyiga, chunki o'tga jalb qilish qiyinroqda, top talantlarni. Unchalik infratuzilma yaxshi hali rivojlanmagan Riyodda. O'shanga o'sha premium qo'shib ustiga top talantlarni taklif qilib jalb qilishga harakat qiladi kompaniyalar. Chunki Saudiyada ko'proq to'lashadi. O'rtacha shu. Amerikada sal ko'proq, chunki u yerda taxation bor, ya'ni soliqlar mavjud. Yaqin Sharqda soliqlar yo'q. O'shanga sal kamroq. Amerikada где-то 13-14 ming bo'lsa kerak. Demak, arab davlatlarida 6-7 mingdan 10 ming dollargacha demak oylik bo'lar ekan. Bu yerda soliqlar yo'q. Bu degani qancha olsangiz hammasi o'zingizga. Va bonus degan narsalar bor. U ham har xil bo'ladi. 3 barobar, 4 barobar, 5 barobarlab yillik 5 barobarlab bo'lmaydi, maksimum 2 barobar bo'ladi boshida. Hozir biz investment bankingga kirib ketyapmiz. Yo'q, investment banking 6-12 gacha. Davlat bunaqalariga ketib qoldi menimcha. Tushunarli. 2 barobar bo'lsa ham yaxshida, 20 ming masalan, 15 ming. Demak, boshlang'ich oliy ekan bu. Ishni boshlaganingizda mana shu oylik bilan boshlaysiz. Bu juda yaxshi. Global darajada yaxshi. Misol, siz oylik sarf xarajatingiz boshqani inobatga olganda bu juda yaxshi. O'qishni bitirib, masalan, agarda bu yo'nalishda ishga kirsangiz, bu degani siz 21, 22, 23 yoshdan 23 yosh oraliqlarida bo'lishingiz mumkin-da, bitirgan paytingiz 24, 25 dir. Bu juda yaxshi yo'nalish va yaxshi daromad va bir narsa juda muhim. Universitetni bitirib chiqdi, bo'ldi, hamma narsa qo'ldan keladi, endi faqat pul topish kerak degan o'zi holat emas. O'zi aslida undan keyin yana o'zingiz ishlashingiz kerak. O'sha bitta yo'nalish, o'zi tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha zo'r bo'lishdi. Bunda masalan konsalting sohasiga kirsangiz, buni ham yana ham keyinroq ochamiz hozir. U yerda faqat o'rganasiz. Faqat yangi narsalar o'rganasiz, o'zingiz ustingizda ishlaysiz, to'xtovsiz o'rganasiz. O'rganishingiz evaziga sizga oyiga shunchadan pul ham kelib turadi-da. Ya'niki bu siz shunchaki vaqtingizni sotib, uni evaziga pul olmayapsiz. Shuna kasblar bo'ladi-ku, masalan, qurilishga borsangiz, siz yoki taksilik qilsangiz, vaqtingizni evaziga siz pul olyapsiz. Lekin bu yo'nalishlarda siz vaqtingizni faqatgina foydali narsaga sarflayapsiz. To'g'ri, kim uchundir ishlayapsiz, lekin undan oluvchi narsalar faqat sizga uzoq muddatda foydali. Uni evaziga yana sizga shuncha ko'p pul ham beryapti-da. Bu juda ham yaxshi tanlov. Keling, bitta savol, buni ham berib qo'yishimiz kerak. Bu yo'nalishda oxiriga boraversa, masalan, deylik, o'sha direktor darajasi deydi, partners deymiz. Oylik qancha bo'ladi? Shundan keyin YouTube ga chiqarayotganda foydalanamiz, chunki
insonlarga shunaqa raqamlar qiziqda. 2 millionlik villasi yoki 500 ming dollarga Ferrari olibdi kabi anaqa raqamlar qiziq. Mana qarang. Partnyor bo'lgandan keyin, ya'ni odatda agar MBA qilib ketmasangiz, konsalting firmaga kirdingiz, universitet bitirib, necha yilda partnyor bo'laman desangiz, odatda bu 10 yillik jarayon. 10 yil eng tezi. Bir xilida 12-13 yil bo'lishi mumkin. Har bitta pog'onada sizni oyligingiz kamida 30% ga o'sadi. O'rtasida 5 ta pog'ona bor partnyorgacha. Ya'ni partnyor bo'lganingizdan keyin sizda oylik degan tushuncha yo'q, chunki siz biznesni egasi bo'ldingiz. Ya'ni siz biznesni bir qismini egasisiz. Va proyektlardan foiz olasiz. Endi o'rtacha partnyor yiliga necha pul topadi desa, bu где-то yaxshi partnyor bo'lsa 1 million topish mumkin, 1 million dollar. Demak, oyga 80-90 ming dollarga tushadi. Juda yaxshi. 10 yil desak ham 23 yoshda kirsa, 33 yoshda-da endi hisobda. Endi bu pul jihatida, masalan, pul jihatdan och qolmaymanmi desa, 90 ming dollar oyga kelib turadi deysizda. Lekin impact jihati deysizda, misol 10 yil davomida qiluvchi loyihalari, qiladigan ishlari va network, quradigan network, misolda vazirlar bilan ishlanadi. Kerak bo'lsa, yana bilaman, tanishlarimiz bor, naqada o'sha MBS, Saudiyaning MBS loyihalarini qilgan. Yoki mana biz o'zimizni faoliyatimiz Qatar Financial Center'da biz juda ko'p faoliyat olib boramiz. Shu consulting firmalar bilan, McKinsey bo'lsin, boshqa bo'lsin, juda katta loyihalarda involved. Demak, siz shu daromad topish bilan bir vaqt o'zida qiladigan loyihalaringiz, deylik, davlat miqyosida, katta multinational korporatsiyalar darajasida yoki qanaqadir global tashkilotlarda katta muammolarni hal qilishda to'g'ridan to'g'ri sizni o'z hissangiz qo'shilishi mumkin-da. Shu jihatdan bu juda ham ajoyib yo'nalish va soha. Keling, Shahzod, ozgina o'sha loyihalar, katta ishlar qilinadi deb aytyapmiz. Shunga ham ozgina kirsak, masalan, menga juda qiziq, masalan, sizlarda deylik o'sha top 3 talikning birida ishlasangiz, sizda butun boshlik o'sha konsalting kompaniyani qilgan loyihalariga dastur bor. Ya'niki ko'rib, o'qib, o'rgana olasiz. Nima, qachon, nima qilindi. Mana o'zimni tajribamdan ulashadigan bo'lsam, mana Qatar Financial Center'da biz Qatardagi moliyaviy institutlar bilan hamkorlikda shu Qatarda strategiyalarni ustida ishlaymiz, loyihalarni. Shunda juda ko'p interactions konsultantlar bilan bo'ladi, boshqa, va ularni bilaman qanchalik masalan loyihalarni ichiga kirishadi va qanchalik katta manbalarga ega. Chunki u to'g'ridan to'g'ri masalan bitta davlatni deylik 2030 moliya strategiyasini qilib beryaptimi? Uni to'g'ri u o'zi qilmayapti, u narsani o'tirib komandasi bilan qilmayapti. U nima qilyapti? Kerakli bo'lgan o'sha stakeholder, davlat tashkilotlarini, o'sha tashkilotning ichidagi kerakli shaxslarni olib kelyapti, bir joyga o'tirgizyapti va suhbat qilyapti. Bir-biri bilan suhbat qildirtiryapti-da va ulardan kerakli bo'lgan deylik o'sha yechimlar, yo'llarni chiqarib turib, uni deylik o'sha prezentatsiya holatida katta qilib yetkazib beryapti. Lekin bu jarayonda o'rganayotgan, olayotgan narsalar va masalan uni amaliyotini o'rgangandan keyin undan chiqaruvchi masalan xulosalar juda qiymatli deb bilaman. Masalan, siz bu yo'nalishda deylik 5 yilmi, 10 yilmi faoliyat olib borsangiz va o'sha bu yo'nalishdan chiqib ketganingizdan keyin ham xohlasangiz o'sha davlat tizimida bo'lsin, kirsangiz, u yerdagi muammolarni siz deylik eski tajribangizdan, boshqa 5 ta davlatdagi tajribadan ola olasizda, yoki kollegalaringiz bo'lishi mumkin, yoki o'zingiz o'sha loyihani ustida ishlagan bo'lishingiz mumkin-da. Uni ichkirigacha ega bo'lasiz ma'lumotga-da. Yoki bo'lsa o'sha korporatsiyalarga kirsangiz ham yana xuddi shu holat. Ya'niki aytadigan narsamiz nima bo'lyapti?
bu yerda faqat pul emas, ya'niki qanday qilib pul topsam ekan vaqtim evaziga emas, o'zi pul o'zi kelyapti, yaxshi miqdorda kelyapti, lekin bu yoqda olayotgan narsangiz bu anchagina qiymatlik. Shunga siz o'zingizni shunga qo'shimcha qilib ketsam, eng misol uchun menga selling point nima bo'lgan konsaltingga, asosiy selling pointlarda, ya'ni nimaga konsaltingni tanlashga, konsaltingdagi karyeraga intilishga qaror qilganman. Bu proyektlarning xilma-xilligi. Ya'ni boshqa o'ylashim bo'yicha boshqa industriya yo'qki, siz har 3-4 oy qanaqadir yangi proyektda ishlaysiz. Bugun neft-gaz sohasida ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir proyektda u neft-gaz sohasida kontraktni qanaqa qilib shakllantirish kerak degan mavzuda ishlayotgan bo'lishingiz mumkin. Ertaga endi hamma mavjud proyektlarni aytmayman hozir. Ertaga 2 oydan keyin siz Saudiyada tovuq yetishtirib chiqadigan eng katta ferma bilan ularni o'sha growth strategiesini ishlab chiqishingiz mumkin-da. Keyin yana 3-4 oydan keyin eng katta chain of shawarmas, ya'ni o'sha bizani Evers'ga o'xshagan kompaniyani cost cutting measurelarini ustida ishlashingiz mumkin, ya'ni ularni xarajatlarini kamaytirish. Men boshqa industriyani bilmayman. Shunaqa industriya bo'lsinki, har 3-4 oyda siz вообще boshqa mavzuda, вообще boshqa muammolarni hal qilishingizni boshlashingiz mumkin bo'lgan, ya'ni sizga shu imkoniyatni beradigan boshqa soha bilmayman. Ya'ni konsaltingga menga appeal ham, ya'ni selling point ham shu. Shu orqali sizda ya'ni tajriba ham shu aytganingizdek, ko'p tajriba qisqa vaqt ichida yig'ilishi mumkin. Ko'p narsa ustida ishlab ko'rishga ulgurasiz 3 yil ichida. To'g'ri. Endi tomosha qilayotganlar aytishi mumkin-da, yomon ko'p maqta bor deyiladi. Unchalik emasdir deydi-ku. Hamma narsani ham yaxshi tomoni va yomon tomoni bor. Bu yo'nalishda ham masalan yomon tomoni emas, kamchiligidir, muammoli jihatlarini aytib o'tsak. Men aytadiganim masalan o'sha Innovation Scholar programmasi bilan borganimizda Silicon Valleyga. O'sha shu loyihani tepasida turuvchi hammani startup qilishing kerak, unicorn qilishing kerak derdida, konsalting yo'nalishiga yo investment bankiga kiraman deganlarga rosa so'kardi-da, slavery mode, unaqa corporatechilar, boshqachilar derdi. Keyin bu naqa ham bor, ya'niki professionallar orasida shunaqa argumentlar, pointlar bo'ladi. Konsalting sohasi zo'r, shu sanab o'tgan faktorlarimizdan, lekin ko'p holatlarda ikkita narsa bor. Birinchisi yuqoridan turib holatga qarab jihati bor. Ayniqsa strategiyalar qilayotganda, research qilayotganda aytdingiz, fonar bo'ladi, qayer yonsa o'sha joy ko'riladi debdi. Hozir sizlar 10 xil yo'nalishda, 10 xil industriyada, 10 xil kompaniyani keysini qilsangiz, har biri bir alohida bir binoda. Siz har bitta binoda bittasiga kiryapsiz, 9-etajni o'rganib chiqyapsiz. Bittasiga kiryapsiz, o'taga pipe tizimini o'rganib chiqyapsiz. Yana bittasiga kiryapsiz, yana nimasidir. Ya'ni oxirida hammasini adapt qilsangiz, bir-biriga adapt qilmaydi. Hammasi alohida turli xil binolarda. Shu jihatdan lekin siz bittasida bo'lsangiz, vertikalni hammasini ko'rib chiqsangiz, bu butun boshli bittani 0 to 1 naqani beradi. Produktni, o'sha sohani tushunishli jihatini. Bu bitta o'sha keng ko'lamda qabul qilingan deydi, konsaltingga qarshi aytilinadigan fikrlardan. Ya'ni shu tepadan holatda qaraladi va ikkinchi eng kattasi bor. Bunga ham o'zingiz fikrlaringizni aytib o'tasiz. Ikkinchisi bu konsultantlar deydi, bu nazariyatchilar, ya'niki they tell you what to do, but they don't do it for you deydi. Ya'ni execution is always the most important thing. Ya'ni uni aytilayotgan narsani, qilingan rejani, qilingan strategiyani amalga oshirmaguncha u qanaqangi go'zal bo'lmasin, Excel, PowerPointda
xunniy tilda aytganda 2 tiyin agarda uni amalga oshirilmasa. Endi bu yerda yana faktor berishadi, amaliyoti boshqa narsa deb. Aytmoqchi bo'lganim, demak ikkinchi naqasida konsultantlar o'sha loyihani shakllantirib what to do ni aytib chiqib ketadi, lekin uni executionida bo'lmaydi deb ko'pchilik aytadi. Bu holatga qanday fikr berasiz? Qarang, ikkinchi pointdan boshlaylik. Ya'ni implementatsiya qilishmaydi demoqchisiz. Nima qilish o'rgatadi, lekin o'shani qilib berishmaydi demoqchisiz. Endi u muammo konsultantlarda emas, konsalting firmada emas, chunki nimaga? Chunki kompaniyalarni o'zi, ya'ni konsalting firmani ishga olgan kompaniyalarni o'zi implementatsiya uchun pul berishga tayyor emas. Implementation case'lar mavjudmi? Mavjud. Ya'ni hozir men misol uchun ishlayotgan case implementation case. Mani kompaniyam 1,5 yil oldin strategiyani yozgan. Endi shu strategiyani biz implementatsiya qilyapmiz. Ya'ni hali tatbiq qilyapmiz. Bunaqa case'lar bor. Lekin kompaniya nima deb o'ylaydi? Asosiysi yo'nalishni belgilab olish, uni qilishni o'zimiz eplimiz deb o'ylaydi. O'shanga o'zligingiz qilishadi. Lekin agar pul bo'lsa, resurs bo'lsa, implementatsiya uchun ham konsalting firmani yo'llasa bo'ladi demoqchiman. Lekin narsa bu implementatsiyada. Lekin bu yerda savolda, agar strategiyaga ham konsaltingga oldingiz, implementatsiyaga ham oldingizda, siz ishlaringizni nima qilyapti? Hamma narsani konsalting qilsa, firmangiz nima qilyapti? Sizni firmangiz prosta konsalting firmani ustida ishlayapti deganda. Ya'ni qaysidir joyda baribir ham sizni in-house resurslaringiz ishlashi kerak. U qat'iy ishlaydi. Bu kompaniyalar o'zi individual tariqada shu qarorni qilishadi. Ya'ni implementatsiyada o'zimizdan ishlatamizmi yoki strategiya qilishdan, plan qilishdan degan joyi bor. Bu yerda haqiqatan hozir birinchisiga qo'shimcha hozir aytdingiz-ku, kompaniyani o'zi ham nimadir ish qilish kerak-ku, hamma yerda konsaltant qilib bermaydimi deb. Bu yerda ko'pchilik aytadi, konsaltantlar rejani qilib beradi, execute qilmaydi deb va buni asosida masalan aytdingiz, ba'zida qiladi deb deylik, 90% holatda what to do ni aytib chiqib ketilaversa, konsultantlar, ya'ni jamoa bu field nazariyatshunos bo'lib qoladi-da. Ya'ni ularda tajriba base bu o'sha initial stage'da qurish bilan to'xtab qoladi va ularda realitydan uzoqlashgan qiluvchi ishlari ko'payib qoladi-da va ularda beruvchi kerak bo'lsa o'sha rejalari ham what to do'si ham amalda juda effektiv emas degan conclusionga borishadi. Bunga nima deysiz? Bunga qo'shilmagan bo'lardim. Nimaga? Endi tushuntirib ketaman. To'g'ri, ko'p nazariyaga bog'liq deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu yerda har bitta case'da xuddi shunga o'xshagan mingta case mavjudda konsalting firmada. Misol uchun McKinsey deylik. McKinsey financial strategy-ni 1000 martalab yozganda har xil davlatlarda har xil kompaniyalar uchun 70-yil yozgan strategiyalari bor, 80-yil yozgan strategiyalari bor-da. Hech qaysi kompaniyada bunchalik breadth of experience mavjud emas. Ya'ni bunchalik tajriba hech qaysi kompaniyada mavjud emas. To'g'ri, hammasi nazariy, lekin 70-yil qilgan narsani oqibatini 80-yil ko'rgan. Ya'ni shu nazariyadan nima kelib chiqqanini ham ko'rganda ular. Tushunasizmi? O'shani asosida sizga aytish mumkin. Mana bunaqa qilganlik bu ishlamagan, mana bunaqa qilganlik bu ishlagan. Tushunasizmi? Ya'ni nazariyani oqibatini ham ular ko'rgan, chunki bular biznesda bugun boshlamadi ishlash. Ular ham 50-60 yildan beri ishlab kelyapti bu biznesda. Ya'ni men kontrargumentim shu, что konsalting firmalarni asosiy qiymati kompaniyalar uchun, biznes uchun bu ularning aqlli konsultantlari emas, balki ular xuddi shu keysga o'xshagan minglab keyslarni har xil joylarda, har xil lokatsiyalarda, har xil paytlar qilgani. Tushunasizmi? Ya'ni ularda уже javob tayyor deganda. Ular nima qilish yaxshi, nima qilish yomonligini ham biladi. Endi bu degani konsalting firmalar perfectmi? Absolutely not. Ko'p narsasi klient nimani xohlasa o'shani qilib berishdan iborat. Chunki u klientni siz olib qolmoqchisiz, siz u bilan keyinchalik ishlamoqchisiz. Shuning uchun klient bunaqa qilishimiz kerak ekan desa, uni to'g'rilash o'rniga, ha, shunaqa qilamiz deb qilib ketaveradi ko'p kompaniyalar. Chunki asosiy narsa klientni o'sha anaqasi, satisfaction-da. Asosiy muammo konsaltingda shu deb bilaman. Что klientlarga
hard truthlarni aytishdan anaqa ozgina bosh tortishadi. Birinchi holatga ham kommentariyingiz bor edi, adashmasam. Gapingiz bo'lib Qaysi qo'ydi. holat? Turli Birinchi xil holat shu. binolar, turli xil binolar, turli xil qismlari o'rganiladi. Umumiy yig'ilinganda, bitta industriya bo'yicha deep knowledge emas, turli xil sektorlarda turli xil qismlaridan knowledge base yig'iladi. To'g'ri, lekin shu aytganimdek-da, bu konsalting firma shunga o'xshagan binolarni mingtasini ko'rganda, ya'ni hamma binolar plus minus bir xil ishlaydi. Hammasida kanalizatsiya bor, hammasida anaqa elektrika mavjud, hammasida lift bo'lishi kerak agar ko'p qavatli bino bo'lsa-da, qaraydigan bo'lsak. Ya'ni struktura bir xil. Yangi binoga qarab, prosta shu strukturada nima yetishmayaptini ko'rib, uning uchun hamma bino hamma etajga kirib chiqish kerak emas. Ya'ni примерно bilishi mumkin. Shuni o'zi yetarli. То есть konsalting firmalarining asosiy aytganimdek qiymati ular shunga o'xshash muammolarni ko'pini oldin yechgan. Bitta ashta point, nimaga konsalting firmalar ko'payib ketmaydi, ne? Misol uchun McKinsey konsaltantlar nimaga hammasidan partner bo'lganda yangi firma ocha olmaydi-da. Asosiy firmalarning soni chegaralangan. Nimaga? Chunki aytganimdek, ular shu aqlli partnerlarning ustida qurilmagan, ular know-how ustida qurilgan. U know-how yangi firmalarda mavjud emas. Shuning uchun yangi firmalarga kattalashish klientlarni jalb qilish qiyinroq. Bu know-how yo'q. Endi ozgina anaqaroq specific point, lekin shunaqa. Shuning uchun takoy monopollashtirilgan bozor konsalting o'zi tega. To'g'ri, endi konsalting yo'nalishi haqida gaplashsak juda gap ko'p. Bu aytgan gapingizga men aytish mumkin. Bularning nomi bor, McKinsey. To'g'ri, bunisini ikkinchi qismi ham shu. To'g'ri, siz agar CEO bo'lsangiz, board oldida qaysidir decision'ni anaqasini qilishingiz kerak. Shu decisioningiz o'zi bor, ya'ni qaror qabul qilib olgansiz, prosta sizga uni argumentlashtirish uchun McKinseyni yollaysiz yoki BCG'ni yollaysiz. Aytasizki, ular aytishdi menga nima deya olasiz degandek gap. Ya'ni sizni кейsingizni, argumentingizni kuchaytirib beradi. To'g'ri, ko'pincha shuning uchun ham ketmaydi konsalting firmalar. Lekin nimaga? Chunki ularni brendi bor. Brend qanaqa qurgan, realno yordam beradi. То есть brend o'zidan o'zi qurilmaydi-ku. Javoblaringiz uchun rahmat Shahzod. Mana ikkinchi asosiy qismida suhbatimizni konsalting yo'nalishini ochishga harakat qildik. Bundan asosiy maqsad yoshlarga turli qiziqarli, qiymatli yo'nalishlarda ochishlik. Shunda mana konsalting o'zi nima? Dunyo bo'ylab eng katta konsaltinglar qaysi? Ular nima ish qiladi? Kimlarni oladi? Qancha daromad qilishi mumkin? U keyingi uzoq muddatdagi rejalaringizga qanaqa qiymatlar berishi-yu, bu yerdagi muammo kamchiliklardan ham gaplashib o'tdik. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bu juda ham qiziq, juda ham foydali yo'nalishlardan har qanday yosh uchun. Daromad jihatini ham aytdik. Eng boshlashi 6-7 ming, 10 mingdan boshlab 90 ming, 100 ming dollargacha oyiga sof topa oladi. Va bu yog'i uni qiluvchi ishlari davlat miqyosida katta korporatsiyalar kerak bo'lsa global darajadagi loyihalar, u yerdagi tanishuvchi insonlar, qiluvchi loyihalar hammasi demak juda ham ajoyib va sizni bu yo'nalishda qilishingiz mumkin bo'lgan impact, ya'ni o'sha insonlarning hayotida ham kerak bo'lsa qiymatli nimadir qilishingiz mumkin. O'sha deylik qaysidir bir global tashkilotning qaysidir muammosini hal qilish orqali. Va undan keyingi rejalaringizda ham bu narsa sizga asqotadi. Demak, agarda bu sizga qiziq bo'lsa, masalan, bu yo'nalish, agarda ota-ona bo'lsangiz, farzandingiz masalan xohlasangiz shu yo'nalishga kirib masalan faoliyat olib borishni, bu yo'nalishga eshik bu albatta top universitetlar orqali osonroq va to'g'riroq. Chunki bu kabi top konsalting kompaniyalar sizdan zo'r universitetlarda o'qishingizni talab qiladi va kerak bo'lsa nafaqat talab qiladi, balki yuqori GPA'lar olishingizni ham talab qiladi. Bu shu jihatdan bizni umumiy deylik if loyihamizga bog'liqlik jihati shu yerda. Ya'niki siz
ho'p top universitetda o'qimoqchiman, undan keyin nima degan savollar bo'lishi mumkin yoki hali nimaga o'qishim kerak degan savolingiz bo'lsa ham mana sizga javoblardan biri. Bu shu rahmat Shahzod. Endi keling suhbatimizni oxiriga aytib o'tgan qismimizdan keyingi mavzuga o'tsak. Bu ham juda muhim mavzu. Bu AI, sun'iy intellekt. Aytib o'tdingiz, mana konsalting sohasi bu juda ko'p ma'lumotlar bazasiga ega, juda ko'p yillik tajribasi bor, 50, 60, 70 yillik va ulardan kelib chiqib xulosalar, analizlardan foydalanib yangi muammoni hal qilib beradi deyapsiz. Va mana ChatGPT, Element modellari bularda asosiy vazifasi shu, juda ko'p yillik tajriba ma'lumotlarda foydalangan holatda ular ustida train qilib yangi o'sha har qanday muammo yoki savolga javob berishlik. AI roli endi faqat konsaltingda ichida emas, umumiy AI haqida gaplashmoqchiman. Lekin shu konsalting qismiga javob berib chiqib ketsak ham bo'ladi. Ya'niki AI qanchalik bu yo'nalishda barbod qilib tashlashi mumkin? Barbod qilish to'g'risida men barbod qilmaydi deb o'ylardim. Nimaga? Chunki AI o'zi 4-industrial inqilob deshadi, to'g'rimi? Bilsangiz, undan oldin yana 3ta bo'lgan. Unda odamlar ishsiz qolmagan. Hozir butun tarixga qaraydigan bo'lsak, insoniyatda ishsizlik darajasi eng past urovenda, eng past darajada. Lekin odamlarning soni karrasiga oshib ketdi. Hozir 8 milliarddan oshdik. Bunchalik ko'p odamlar bir vaqt ichida dunyoda hech qachon yashamagan, lekin shunga qaramasdan ishsizlik ko'payib ketmadi. Nimaga? Chunki yangi texnologiyalar ular odamlarni unumdorligini, ularning ishini samaradorligini oshiradi. Bu degani siz ko'proq ish qila olasiz. O'sha texnologiya bilan ishlatsangiz. Misol uchun qo'lingizda lopatka borda, yana qazishingiz kerak. Bitta jar qazishingiz kerak. Bitta lopatka bo'lsa, siz u jarni 10 kunda qaziysiz. Agar ekskavatoringiz bo'lsa, ekskavatorda 1 soatda qilib tashlay oladigan narsangiz. Ya'ni texnologiya sizni unumdor qiladi, to'g'ri. Agar o'sha bitta jarni o'zi qazilishi kerak bo'lsa, to'g'ri, biz hamma shu qazuvchilarni ishdan olib tashladik. Lekin texnologiya kelgandan keyin biz bitta emas, 100 ta jar qaza olamiz bir kunda. Ya'ni qilayotgan ishimizni hajmi ham oshyapti. Shuni olib qaraydigan bo'lsak, agar hajm oshsa, demak odamlar ishsiz qolmaydi. Ya'ni odamlar unumdorligi oxirgi outputda hajmni oshirib beradi xolos. Tushundingizmi? Endi AI da ham xuddi shu. Hozir agar hozirgi oddiy skop oladigan bo'lsak, skoplar 12 haftada qilinadigan narsalar bo'lsa, xuddi shu skop AI bilan 6 haftada qilsa bo'ladi-da, yoki 8 haftada qilsa bo'ladi. Ya'ni hozir endi partnyorlar keyt sotayotganda klientlarga skop kattalashtiradi AI borligi uchun. Konsultantlarni kamaytirish o'rniga. Ya'ni meni taxminim shu. Chunki 3 inqilob o'tdi. Shu 3 inqilobda shuni ko'rdik. Internet keldi, tahlil qilish oson bo'ldi. Ya'ni research qilish oson bo'ldi har bir mavzuni. Lekin shunga qaramay konsultantlarning soni oshdi, kamaydi emas. Sun'iy intellektni men xuddi shu anaqada xuddi shu nuqtai nazardan qarayman sun'iy intellektga. Shu research qilish, analiz darajasidagi ishlar yo'q bo'lib ketadimi deymanda. ChatGPTda premium versiyasida deep researchdan foydalanib ko'rgan bo'lsangiz, bir ikkita real case'lar berdimda. Bir 10 daqiqa, 15 daqiqa research qilib shunaqangi bir ajoyib raportlar qilib berdi bir necha holatlarda. Agarda masalan men o'zim o'tirib qilaman desam ishim yuzasidan bir kamida 2 kun 3 kun sarflaymanda. Va u 15 daqiqada hammasini organized holatda shunaqangi go'zal qilib shakllantirib berdi. Bir jihatdan ajoyib, haqiqatda ishingizda samaradorlikni ko'rsangiz lol qolasiz. 2 haftalik ishingizni 2 soatda qilib qo'yasiz-da. O'sha endi bu yaxshi jihati, keyin boshqa ishlar qilib boshqa qila olasiz. Lekin boshqa jihatini o'ylaysiz,
haqiqatda juda Mana katta. bo'shatib yuborishadimi deb o'ylashingiz mumkin, to'g'ri. Lekin Yo'q, bo'shatib yuborishardi agar, qarang, bo'shatib yuborishardi agar xuddi o'sha hajm qolganda, ya'ni 2 haftada bitta tadqiqot qilishingiz kerak deb so'rashganda sizni. Lekin shu yangi texnologiyalar bilan уже 2 haftada tam bitta emasda 10 ta qila olasizda. Ya'ni sizni qoldirishadi, просто sizdan ko'proq kutishadi, chunki sizni texnologiyangiz endi mavjud. Xuddi bu shunaqa yerda narsa. human elementli hali ham juda dolzarb deb bilaman o'sha ish joylarida ham, chunki siz u yerda task vazifani olayotganda u har doim u vazifani berayotgan insonni o'zida. Agar u algoritm u ham AI bo'lganda edi, juda aniq tiniq bo'ladi, lekin odatda siz u vazifani olib uni moslashtirish, tushunish, u yerda ratsional jihatlari boshqalari bo'ladi. Bular baribir human interaction baribir talab qiladi. AI bu kelajak deganda ham bu 10-20 yillik kelajak emas. Har oyda yangi narsalar chiqyapti. Bundan vaqt time tushunchasi xuddi o'sha miqdorda o'tyapti. Oldingi 1 soat, hozirgi 1 soat, lekin o'sha 1 soatda qilinayotgan, ya'ni output karasiga oshib ketyapti. Shunga hayot tez o'tib ketyapti. Shunga endi keling, mana shuni ta'lim baribir atrofida suhbatimiz bo'lishi kerak. Shu qismida ko'rsak, ya'niki juda shiddatli o'sish bo'lyapti. Bu yerda birinchidan ta'lim olishlik qanday bo'lishi kerak endi? Chunki hamma ma'lumot cheksiz open source bo'lib ketyapti bir jihati, va ikkinchidan analiz qilish yoki research qilish kabi masalan skilllar sizga o'zi kerak ham bo'lmay qolyapti-da. Qanaqa deyman, literature review qilish bo'lsin, boshqa bo'lsin. Qaysi skilllar kerak bo'ladi? Bolalar universitet tanlayotganda, universitet o'qiyotganda yoki hali kirmasdan turib qaysi skilllarni o'zida shakllantirishi muhimroq? Yaxshi savol. Ya'ni sun'iy intellekt rivojlangan sari yoshlar o'zini fokusini qaysi skilldan, qaysi ko'nikmadan, qaysi boshqa ko'nikmaga o'zgartirish kerak degan savol, to'g'rimi? Men o'ylashim bo'yicha shu boya bitta muhim narsani aytib ketdingiz. Hali sun'iy intellekt modellari mukammal emas. Ya'ni javoblari mukammal emas yoki ishlash jarayonlari, shu input collection'ini, ya'ni hali ham yaxshi prompt yozishingiz kerak, sizga yaxshi output berish uchun promptni yaxshi bilishingiz kerak. Umumiylashtirib qilib aytganimda, agar siz texnologiyalar rivojlanib ketadi deb ishonsangiz, sun'iy intellekt rivojlanib keyin general artificial intelligence paydo bo'ladi 2-3 yilda deb shunga ishonsangiz, qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu komplementar ko'nikmalarni rivojlantirish. Misol uchun hozir bu sun'iy intellekt rivojlanayotgan payti coding emasda, coding komplementar emas, coding substitutable, to'g'rimi? Chunki sun'iy intellekt uni substitute qilyapti, ya'ni o'rnini bosyapti codingda. Lekin prompting komplementar, ya'ni prompt yozish komplementar. Shu rivojlangan sari sizni ko'nikmangiz shunchalik qiymatliroq bo'laveradi. 3 yil oldin yaxshi prompt yozaman deganingizda sizga hech kim qaramasdi-da. Hozir bu ko'nikma juda muhim va katta talabga ega bizneslarda. Shuning uchun shunaqangi ko'nikmalarni tanlangki, ular substitutable emas, complementary bo'lsin. Ya'ni bilan hozirdan 10 yildan keyin qanaqa bo'ladi aytish qiyin, lekin asosiy shu yo'nalish shu bo'lishi kerak. Direction. Komplementar ko'nikmalarni rivojlantirishga harakat qilish kerak. Hozirgi kunga kelib buni bu yog'iga javoblarga yetib borishlik emas, savollarni to'g'ri qo'ya olishlik mahorati muhim bo'lib ketyapti. Javobga o'zlari olib qo'yishlik jihatidan. Keling shu AI da endi foydasini qanday bolalar olishi mumkin? Deylik, hozir bizni tomosha qilyapti maktab bolalari, litsey o'quvchilari, deylik o'sha universitetga topshirishida yoki unga tayyorgarlik ko'rishida qanday foydalanishi mumkin? Yaxshi jihatlari qanday va undan qanday foydalanish kerak? Sun'iy intellektdan qanaqa foydalanish kerak hozir?
sun'iy intellekt rivojlangan sari degan savolingiz to'g'rimi? Aynan shu masalan ta'limda deylik yoki Ta'limda qabul jarayonlarida. Misol uchun ta'limda man ko'p ishlatgan anaqam use case'im AI bu qanaqadir murakkab mavzuni oson tushuntirib berish menga. Ya'ni man uni tutor sifatida ishlatdim. Man o'zimni misol uchun uy vazifalarimni unga qildirish bu boshqa. Chunki bu sizga qiymat yaratmaydi. Просто siz o'sha outsource qilasiz uy ishini qildirishni, shundan ishlab olmayapsiz. Man qanaqadir qiyin uy ishi olganimda yoki qanaqadir qiyin vazifa ko'rganimda uni tushunmasam agar help me think through this degan prompt bilan yondashardim. Man problema bor, man yechib berishni xohlamayapman. Man uni tushunishga intilyapman. Menga tushuntirib ber. Shunda yoki explain it to me like I'm 10 years old degan promptda, ya'ni tasavvur qil, man 10 yoshman yoki 5 yoshman, shu mavzuni menga tushuntirib ber. Shunda juda katta qiymat ko'rdim. Что sun'iy intellekt modellari, ayniqsa o'sha ChatGPTni LLM juda yaxshi tushuntiradi mavzuni. Bu professorlarni sifati bir xilda past bo'ladi, bilasizmi, yaxshi tushuntirib bera oladi materialni. Xuddi o'sha materialni o'rganish qobiliyatingiz ham oshadi shunga yarasha. Sun'iy intellekt bilan nimadir o'rganish juda osonlashib ketdi. Lekin ahamiyat berish kerak, что sun'iy intellektni again complementary narsalar ishlatishingiz kerak. Sizni o'rningizni bosib qo'yadigan narsalar emas. Ya'ni uni nimadir yangi narsani o'rganish uchun ishlating, balki uni o'zingiz o'rningizga talaba qilib qo'ymang. Ya'ni u siz o'rningizga vazifalarni bajarmasin. Shuni aytgan bo'lardim. Ya'ni shunga qo'shimcha tarzda ayniqsa shu admission qabul jarayonida yurgan bolalar hali ham bizda O'zbekistonda imtihonlardan yuqori natija olish dolzarb, chunki bizni maktab, litsey baholarimiz qabul qilinmaydi. Masalan, IELTS mana uchabniy santrlarga borasiz, imtihonga tayyorlanasiz. Eng qimmat kurs bu customized 101, ya'ni sizga moslashtirilgan mentorlarda. Olib qarasangiz, IELTSga masalan tayyorgarlik ingliz tilini o'rganishda ChatGPT va yana shunga o'xshash chiqayotgan juda ko'p tekin o'sha platformalar, botlar juda katta, meni fikrimcha, qiymat bera oladi. Aynan shu har bir qismida suhbatda bo'lsin, readingga boshqasida. SAT'da ham men o'ylaymanki, English qismida ancha-muncha foydali bo'lsa kerak. Agarda to'g'ri foydalana olsa, o'sha aytib o'tganingizdek custom muammolariga yechimlar berishida. To'g'ri, qo'shilaman sizga. Va boshqa qismlarda ham qiymat olsa bo'lsa kerak. AI haqiqatda Shahzod, bu kelajak, bu bir vaqtda qo'rqinchlik va bir vaqtda juda bir qiziq. Uni ichida bo'lishni ham xohlaysiz va bir vaqtda o'zida undan juda uzoqda bo'lishni ham xohlaysiz. Qaysi biri to'g'ri, endi buni vaqt ko'rsatadi. Ancha bo'pti suhbatni boshlaganimizga ham. Siz bilan suhbatlashsak, o'sha soatlab suhbatlashishimiz mumkin. Juda ko'plab mavzularda suhbatlashishimiz mumkin. Menimcha bu podkast siz bilan birinchisi emas. Buni yana qayta chaqiramiz, balki birga qaysidir mehmonlarni chaqirarmiz. Chunki foyda bera olsak, qiymat bera olsak, biz xursandmiz tomoshabinlarga. Agarda bera olmasak, undan ma'no yo'q vaqtimizni sarflashdan. Suhbatimiz yakunida keling bir ikkita savollar bersam. Birinchisi bu shaxsiy savol, qiziq savol. Agarda Shahzodga shunday imkoniyat berilsa, o'zidan keyin qolishi mumkin bo'lgan legacy, insoniyat uchun, ummat uchun, musulmonlar uchun, o'zbeklar uchun, yaqinlari uchun u nima bo'lardi? Juda yaxshi savol. Ya'ni legacy deganda men o'zi qanaqa qarayman bu savolga? Legacy bu sizdan keyingi qoladigan avlodlar sizni tanib, sizni ko'kka ko'tarish emas. Ya'ni meni tanishi
man uchun muhim emas. Shu vatanga, ummatga hissamizni qo'sha olsak, bizani 10 yil, 100 yildan keyin tanimasa ham rozimiz. Shu Allohni nazdida maksimumimizni qilganimiz bo'lsa xolos. Nima qilsam yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Biz ko'ramiz shu musulmon davlatlarida iqtisodiy muammolar ko'p, institutsional muammolar ko'p. Ularni hal qilishda know-how provide qilish. Ya'ni mani asosiy maqsadlarimdan, oliy maqsadlarimdan ham shu iqtisodiy, moliyaviy shu katta muammolarni ummat uchun hal qilish. Endi qanaqa muammolar uni hali vaqt ko'rsatadi. Javoblarni ham bilmaymiz, muammolarni ham hali tan olishimiz kerak, yoshimiz hali muammolarni ham oxirigacha bilmaymiz. Shuning uchun bizga tajriba kerak, ularni o'rganib shu maqsadga qadar qadam bosish uchun. Javobingiz uchun rahmat Shahzod. Alloh taolo yetkazsin o'sha xayrlik ulkan ummat uchun qiladigan ishlaringizda. Va buni har doim aytaman do'stlarimga va qolganlarga va o'zimga ham. Biz bu yerda shunchaki ishlab o'tib ketishlik uchun turganimiz yo'q. Bizdan xayrlik ishlar qolish kerak va bu bizga berilgan judayam ko'plab ne'matlarni evaziga biz qiladigan ishlarimiz hali juda ham ko'p. Suhbatimiz yakuniga yetdi va YouTube'da ko'p videolar ko'ramiz. Odatda YouTube algoritmi bor deydi, u deydi, bu deydi. Juda yoqtiraman u kabi narsalar qilishni va men o'zim YouTube'da kontent ham qilmayman. Eng birinchi menimcha siz bilan podkastimiz, lekin bir qiziq savol o'yladim. Bu savol ko'plar beradi, ya'niki maslahat bering, qaysi kitobni o'qish kerak boshqa deb. Haqiqatda bu yaxshi savol deb o'yladim. Ya'niki biz ilm tarqatishlik, ilm olishlik bizni burchlarimizdan. Men sizdan bitta kitob qaysini maslahat bering deb so'ramayman. Unga qo'shimcha yana savol beraman. Shunaqangi bir kitob aytingki, u kitob siz uchun juda qadrli bo'lsin, juda ham zo'r bo'lsin va uni shunchaki nomini aytmang. Unga spoiler bering. Uni shunaqangi bir tasvirlangki, hamma eshitgan inson podkastdan keyin o'sha kitobni izlab topsin yoki biz if platformamizga pdfini qo'yib qo'yamiz va o'shani borib olib o'qisin. Faqat unga siz shuni zo'r yetkazib berishingiz kerak. Uning ichida nima borligini yetkazib berishingiz kerak qisqa lo'nda holatda. U qaysi kitob bo'lardi va qanday tasvirlaysiz? Xo'p, uni ko'p so'z bilan tasvirlasa bo'ladi. Lekin bitta iqtibos bor, ya'ni bitta case bor ochilgan o'sha kitobdagi. Mahbuslar, butun umrga qamalgan mahbuslar. Shularning orasida bir xillari survive qiladi, ya'ni tirik qoladi. Bir xillari o'zini o'zi yeb, ya'ni ahvoli juda qiyin. Bu urush paytidagi mahbuslar. O'zini o'zi yeb, o'zini o'ldirib yuboradi desa bo'ladi, ya'ni o'sha tushkunlikka tushib o'lib ketadi. Mana shu ikki tur mahbuslarning orasidagi farq nima? degan savolga javob beradigan kitob. Uni avtori, shu kitobni yozgan odam ko'rsatadiki, agar shu xislat sizda bo'lsa, sizda hayotda ko'p narsa o'xshaydi. Ya'ni o'sha ikkinchi tur mahbuslarning ikkinchi turidan bo'lsangiz, tirik qolganlardan o'sha xislatingiz bo'lsa, sizda ko'p narsada sizni ishingiz yurishadi. Shu, tushundingizmi yo'q kitobni hali bilmadim, lekin kitob nomini ayting endi. Kitob nomi Man's Search for Meaning. Man's Searching for Meaning. Kim yozgan? Man's Search for Meaning. Viktor Frankl. Bu ma'lumotlarni berib o'tamiz. Rahmat katta Shahzod, vaqtingizga va berib o'tgan barcha ma'lumotlarga rozi bo'lasiz. Kechki tunda sizni bezovta qildik.
Yo. Tomoshabinlarga ham kattakon rahmat. Shuncha vaqtinglarni sarfladinglar. O'ylaymizki, bundan qandaydir qiymat oldinglar. Ko'ramiz bu qanchalik qiymatli bo'ladi. Ularda qiymatli bo'lgan bo'lmaganligini kommentariyalarda bersanglar bo'ladi. Shundan keyin ko'ramiz buni davom etkazishlik, etkazmaslik. Endi yana o'sha YouTube algoritmi uchun deydi-ku, agarda bu videomiz ko'p viewlar bo'lsa, deylik masalan 50 mingta bo'lsa va kommentariyalar ostida deylik o'zlarining fikrlarini, mulohazalarini qoldirganlar ichidan Shahzod sizga eng yoqqan birini tanlasangiz va o'sha bolaga yoki qizga ya'niki ilmda ham zakoti bor deydi-ku. Mentorlik qilsangiz, qaysi ma'noda mentorlik? Masalan, savollari, boshqalari bo'lsa, sizga to'g'ridan to'g'ri o'shani bera olsa, bu bo'lishi mumkin admission paytida yoki shu consulting yo'nalishida yoki iqtisodiyot yo'nalishiga doir. Shunga nima deysiz? Albatta bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat katta Shahzod. Fikrlaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin. Yakuniy fikrlarim, loyihaga omad. Juda yaxshi loyiha boshlabsizlar. Admissionsga related loyihalar ko'payib ketganda, lekin shu life after admissions degan mavzu ochilmayotdi. O'ylaymanki, shu yangi loyihalar shu kabi savollarga javob berib o'tadi. Chunki top universitetlarga kirganlar ko'p, lekin bitirganlar ham ko'payyapti. Shu bitiruvchilarni yo'nalishi, ya'ni shu hayotda qanaqa yo'lni tanladi ular, o'xshadimi yo'qmi degan savollarga javoblar juda qiziq, juda dolzarb. Loyihalarga omad. O'zinglar ham charchamanglar, chaqirganingizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. 2024-yilning o'zida 400 mingdan oshiq o'zbekistonlik talabalar maktablarni bitirishdi. Biroq ularning faqatgina bir nechtasi Garvard, Stanford kabi universitetlarga qabul qilindi. Xo'sh, nega? O'zbek o'quvchilarini dunyodagi nufuzli universitetlarda o'qishdan nima to'sib turibdi? Muammo nimada? Imtihonlarning haddan tashqari qiyinligidami yoki o'qish xarajatlari qimmatligidami? Aslida eng katta muammo to'g'ri ma'lumotning yo'qligidadir. Qunt bilan tayyorlanish orqali imtihonlardan yetarlicha natijalar olishingiz mumkin. O'qish xarajatlariga keladigan bo'lsak, hozircha grantlar yetarlicha. Qanday qilib top universitetlarga grant yutush mumkin deysizmi? Biz jamoamiz bilan birgalikda siz uchun yo'l xaritasi ishlab chiqdik. Tayyor bo'lsangiz, biz unda boshladik. Dunyoda 62-o'rinda turadigan City University of Hong Kongda $100,000 grant asosida jahon reytingida 9-o'rinda turgan University College universitetida $360,000 grant asosida University'ning Abu Dabidagi filialida $328,000 grant asosida o'qiyman. Amerika va Yevropa universitetlari odatda ikki turdagi grantlarni taklif etishadi. Hech kim gapirmaydigan muammo haqida gapirib o'taman. Bu shartnomaga qo'l qo'yishim o'zida menga $15,000 taklif qilishdi. Veb-saytda topib bo'lmaydigan ba'zi sirli ma'lumotlarni qayerdan topish mumkin? Bu kurs kim uchun desa, top universitetga topshirmoqchi bo'lgan o'zbek yoshlari. Har qanday holatda siz hozir ingliz tilini o'qiyotgan bo'lishingiz shart. Men Bahodirov Rasul, Nodir Murodulloyev, Shahzod Yo'ldoshboyev, Sayfullo Saidov, Ibrohim Iskandarov, Nodirjon Qurmonov. AQSh oliygohlariga kirish uchun eng muhim narsalardan biri portfolioni to'g'ri tuzish haqida o'rganib chiqamiz. Komuna platformasi orqali ko'plab Amerika universitetlariga bir vaqtda o'zida hujjat topshirishni o'rganasiz. insholar va tavsiyanomalarni to'g'ri yozishni o'rganasiz. Shu bilan birgalikda top universitetlarning intervyulardan muvaffaqiyatli o'tishni o'rganasiz. Learn, dream, Watch and change your life. Join us.